Assalomu alaykum, hurmatli to'rdoshlar. Bugungi suhbatimizniki ishtirokchilari. Bugun biz Dunyo Uyg'ur Yozuvchilar uyushmasininki uyushtirishidagi bundan keyingi qarorlik o'tkazilgan adabiyot suhbatlarimizniki birinchisi sifatida bizningki yangi she'riyat harakatimizniki asoschisi, Vatan ichi sirti tanilgan danglik shoirimiz Ahmadjon Osmon akamiz bilan Dunyo Uyg'ur Yozuvchilar uyushmasininki hozirgi raisi, Shvetsiyada yashayotgan shoir, tadqiqotchi Abdushukur Muhammad akamizni avokatlik suhbatimizni taklif qildik. Endi hozir bir suhbatimizni boshlaymiz. Bizga qanday so'raydigan savolinglar bo'lsa, asl inkos sifatida qoldirib qo'ysanglar, suhbatimizni o'sha savol-javob shaklida, erkin munozara shaklida olib berishni planladik. Ahmadjon aka, xush keldingiz. Hoş buldum. Abdushukur aka, siz xush keldingiz. Sizlar muhojiratning ichi sirti tanilgan shoirlar bo'lg'achqa bu yerda tarjimalarni uzun o'qishni toza muvaffaq ko'rmadim. Men sizlarni madam bildi deb o'ylayman. Bugungi suhbatimizning temasi Uyg'ur yangi she'riyati va hozirgi she'riyat vakillariniki, vatandosh she'riyat vakillariniki hozirgi ahvol ustida bo'ladi. Balkim Ahmadjon aka, avval sizdan bir so'rab qolsam, shu sizdan balki ko'p so'ralgan bir savol. Siz Uyg'ur yangi she'riyat harakatiniki asoschisi va boshlamchisi bo'lib sifatingiz bilan Uyg'ur yangi she'riyat harakatiga bir qisqacha bir aniqlik berib o'tgan bo'lsangiz, ya bu harakat qachon boshlandi, qaysi doiralarda olib berildi, undan keyin kelishib chiqqan shoirlar va Uyg'ur bugungi davr adabiyotiga nisbatan qanday bir ta'siri bo'ldi. Bizningki klassik adabiyotimiz bilan bo'lgan uzil-kesil farqi nima degandek shu sohalarda bir qisqacha to'xtalib bergan bo'lsangiz, ya'ni Uyg'urcha yangi she'riyatga nisbatan. Lekin bu sen belgilegen dairege asasen bu kısıkış to'xtalg'ili bo'lmaydigan bo'lib ketdi bu savolga. Uyg'ur yangi she'riyati deb ataldi bu she'riyat keyincha. Dastlabda atalganda Uyg'ur gungi she'riyati deb atalgan. Albatta bu atalg'uni boshqalar qo'ygan bo'libmi bu atalg'uning gunga she'riyat deb atalışınınki dastlabki egisi Abdukerim ismini unutib qoldim endi. Abdukerim Xo'ja. Abdukerim Xo'ja. Şu hakimimiz endi mushu gungi she'r bo'ladi, bu gungi she'r deb albatta hamda Abdukerim Xo'jaevninki bundaq atishininki sababi Xitoy gungi she'riyatiga tatbiqlab qo'yilgan bir at endi. Shu chog'da ayni vaqtida shu gungi Xitoylarninki ming'longshidamda Xitoylarning gungi she'riyati boshlanib bo'lgan vaqtlar. Şuna bilan endi bizningki bu she'riyatimizni Abdukerim Xo'jayev gungi she'riyat deb atab boshlagan ataqni. Amaliyotda bu endi pek to'g'ri atalg'u emas, lekin endi atalg'u degan shunda qo'yilgan gap, shunda shaklda qo'yilib qoldi. Endi bu she'riyat 1986-yili endi Uyg'ur adabiy tanqidchiligiga asoslangan vaqtida 1986-yili meningki Tangirtog'ninki sinoq sonida e'lon qilingan bir yurish she'rlarim ning vaqtiga to'g'rilab Uyg'ur gungi she'riyatini yoki keyincha Uyg'ur yangi she'riyat deb atalgan bu she'riyatning boshlanishini shu 1986-yili yozga Tangirtog' jurnalininki sinoq soni e'lon qilingan shu oyga qaratdi boshlangan vaqt. Endi bu she'riyat bu harakat gungi she'riyat harakati yoki Uyg'ur yangi she'riyat harakati she'riyat janrini asosga qilgan, boshqa janrlar, adabiy janrlarda boshlanmagan bu harakat. Endi bu keyincha yana adabiy tanqidchilarninki, obzorchilarninki yozmalarida yana bir tarafdan bu she'riyat, bu harakatni Uyg'ur tafakkur inqilobi deb atashdi endi.
Hem bularning bundaq deyishlik sebep Uyghur yeni şiiriyeti, yoki Uyghur bungi şiiriyeti Uyghur tilida tefekkür qilguvchilarninki tefekkür usulini o'zgartdi yoki tefekkür qilish usuli o'zgardi şiir orqali deb bunday qaragan. Endi bu şiiriyetninki asosli ayni vaqtidagi 1986-yilda boshlangan vaqtidagi avangardlari yoki boshlamchilaridan endi men hozir endi sanayalaydiganim men Ferhat İlyas, Ilg'arjon Sodiq, Batur Ro'zi, andan keyin asta keyincha, ya'ni bir necha oylardan keyin bo'lamdi, kirishga boshlaganlar yoki qatnashgan, bu harakatga qatnashishga boshlaganlardan masalan, hatto Muxtar Maqsud, G'olib Rahman dastlabkilardan, to'g'ri, uni eslab unutib qoldim. Chunki endi G'olib Rahmanmi dastlabda qatnashib, nihoyat ilg'or avangard shoirlarimizning birisi, lekin keyincha asta bu sohadan yo'qolishga boshladi, g'oyib bo'lishga yoki bo'lmasa soyaga kirdi deb qo'yamdik. Andan keyin Abduqodir Jaloliddin qatorliq bir yurish shoirlar sanayalayman. Menimcha nima do'stimiz Abdushukur mendanchi qaroq keng ko'lamda sanayalishi turqaldi gap. Ona mümkün emas. Nima mumkin emas? Yo'q. Yo'q, onun mümkün emas dedi, mümkün emas demedim. Ma'qul. Endi bu şiiriyetninki yenilik taraflari deyilgan vaqtida mening nazarimda endi birinchidan ham Uyg'ur an'anaviy she'riyatining she'r shakllariga bir xil yangilash yoki o'zgartish kirgizdi. Masalan, Aruz vazni asosan yozmaydigan bo'ldi bizningki bu yangi she'riyat shoirlari yoki bugungi shoirlar. Barmoq vazn yine yezildi, lekin barmoq vazn shaklda yezilgan bilan tilninki şu barmoq vazn ishlatilgan barmoq vaznning tilida yangilik yuz berdi. Endi bu tilida yangilik yuz berdi degan vaqtida nima deb ataymiz, otodoqona deganda endi til munosabatlari yangilandi dedi. Masalan, til munosabatlari deganda so'zlarninki Uyg'ur cümlesideki yoki she'riy cümledeki so'zlarninki masalan o'xshamagan yoki bir-birisiga munosabat bağlanmaydigan, bir-birisi bilan munosabati kelmaydigan so'zlar o'zaro munosabat bog'lab kelishga boshladi. Masalan, buningda misol bersam, ayni vaqtida bizningki yozgan she'rlarimizni o'qigandan keyin Qurbon Barat, shoir Qurbon Barat masalan ba'zi til munosabatlariga asosan deydi. Endi masalan Uyg'ur tilida so'zlar bunday munosabat qurilmaydi, bunday munosabatda bo'lmaydi deydigan. Masalan, shunga nima deymiz? Logika buzilgan, Uyg'ur tili logikasi, mantiqsi yo'q bo'lib qolgan, mantiqsiz bo'lib qolgan degandek bir yurish tanqidlar bilan masalan bizning bu she'riyatimizdagi til munosabatlarini tanqidlashga boshlagan. Yeni bir taraftan endi Uyg'ur yangi she'riyatida tefekkür munosabatlik masalalar o'yga deb ataymiz biz endi. Chunki Uyg'urchada o'y deb atalgan ekan tefekkür arabcha so'z. Endi o'yga munosabatlik masalalarda nima bo'ldi desa, she'r burun masalan ifodalaydi bir temini, masalan vatan haqida, sevgi haqida, do'stlik haqida degandek har xil temalarni ifodalaydigan bir janr she'r.
Lekin şu şiir şekli bilen, şiirninki mesela kafiyelik, turaqlık, vezillik, muşlaq şekli bilen aşındaq temalarını ifadeleydi. Lekin endi Uygur yeni şiiriyeti, ya Gunga şiiriyeti, şiirini bundaq qılıq temalar nimdeyimiz hakimiyetinden, merkezçiliginden tutuldurup çıktı. Yani Uygur yeni şiiriyeti de tema hakkında ifadeleş beriş emelden kılıp asasen şairninki şu aynı vaqtda şunda atagan biz işki dünyasıga. Yani şairning işki dünyasıga degende konkretnirak desek bu ibareni yani Uygur tilinin ifadeleniş şekli yüzlendi. Yani mundaq şekilde vaqtda Uygur yeni şiiriyeti bir temin ifadeleştin mənige yani mənini ifadeleş, mənini otturğa koyuş, mənini yenilaş degендek muşundaq bir yürüş mənige münasibetli. Yani mezmunga demeyimiz mənige. Yani mezmun bilen şekil dep ağa vaqtımızda bu yerda məna deyotganımız mezmun emas, farqlı mezmun. Muşundaq şekilge yüzlendi. Şunun bilen endi Uygur yeni şiiriyetide bir xillik ma'nidagi yoki mazmundagi g'uvolik yuz berishga başladı. Şuna Abdukerim Xo'jayevdagi shoirlarninki dastlabda gungi she'r deb atalishi kerak. Bu gungi she'r deb qaraganligining asosiy sabablarining biri mana shu yerda. Ya'ni Uygur yeni she'ridagi she'rlarning ifodalashdan deymiz ma'niga ko'chishi, ma'nining g'uvoligi, tutuqligi, aniqsizligi bu she'riyatning ismini ataştımı shunda cho'ng qo'ydi. Üçüncüden endi Uygur yeni she'riyati ba'zi vaqtlarda, aynı vaqtlarda masalan keyin 90-cı yılların başlarında görünüşke başlagan şairlardan mesela Ferhat Dursun yoki Tahir Ahmet qatarlıq bir yürüş şairlar mesela ola gungi she'riyatni tanqidlashga başladı. Ularning nazarida endi Uygur yeni she'riyati gungi she'riyatdan başlanmaydı ya gungi she'riyat emas, amaliyotda o modernizm she'riyat deb mundaq şekilde o'ttirga chiqdi. Hem bularning modernizm degan vaqtida endi modernizmning asli ma'nosi nima deganda butunlay nima deymiz, o'tmish bilan, ya'ni adabiyotning, tafakkurning o'tmishi bilan munosabatni uzish bu oldingi sharti modernizmning. Lekin endi demasam o Uygur gungi she'riyati yoki yeni she'riyati, keyin yeni she'r deb atalgan bu she'riyat Uygur edebiyotining o'tmishi bilan munosabatni aloqani uzguni yo'q. Bo'libmi Uygur tasavvuf she'riyatining, ya'ni sofistik she'riyatninki varisçilerinden bo'ldi gungi shoirlar, yoki Uygur yeni shoirlar. Bundaq deganim masalan aynı vaqtida bizninki Uygur gungi she'riyati Navoiy bilan Mashrabdan iborat shundaq tasavvuf, mutasavvuf shoirlar yoki sofist shoirlarning she'rlarini o'qishga, ichishga, qaytadan ularninki dunyosini yo'ritishga tirishdi. Shuning bilan Uygur gungi she'riyati o'zininki nima deymiz endi, o'zininki bir xil Uygur klassik she'riyatining bo'lib Uygur sofistik she'riyatininki davom ekanligini muayyanlashtirdi.
Bu endi üçüncü nokta. Yani Uygur şiirinin, Uygur klasik şiiriyeti yoki Uygur edebiyatının şiirinin ötmüş bilen bo'lgan münasebetiga alakası münasebetlik mesele. Endi kıskacha mushunchalik tanıştırıp deb ötey. Endi qolgan narsalarni, qolgan temalarni, qolgan taraflarni ilgarilab Cevaplarınızdan yana nurgun sorular tug'ildi, to'rdoshlarning savollari bor. Unda ko'sa Abdushkurka, sizdan bir so'rab baksam, siz şu Uyg'ur yangicha she'riyatiningki boshlangandan keyingi yaqindan uning agash kuchilari va keyincha shu yangicha Uyg'ur she'riyatida ijodat ilib qolgan bir shoir bo'lib sifatingiz bilan ayni davrdagi shu Uyg'ur yangi she'riyatiningki bizning Uyg'ur edebiyotimizga kirgan zilzilasi, hayojini ve şu devirde çıkan şairlerinki icadiyet kayışı hakkında azırak toxtalib beremsiz? He, buludum. Bayam Ahmetcan deb ötkendek 86 yıldan ilgiri Uyghur şeritide bir xil izdiniş batı ama yol tapamaslıkdek bir xil halet batı. Gerçi uçaklarda Xitaylardaki Gunga şiirini, Ming'uşu deydigan hareket 76 yılları başlanıp 83 yıl akılış bo'lgan bo'lsa ama Uyghur yaş şairlarda Xitay şairlerin şiirini uçuruşuş nayit kamçıldı. Şuna başka ahıl yeniliklardan haberdar bo'lsa ama onun nimligini bilmeydi. Muşkul ahvalasında 86 yılı Ahmetcan'ın bir türküm yenice şiirlerinin Tangırtağ jurnalında yani 86 yıl sonunda ilan kılınışı bilen Uygur edebiyatıda yani Uygur şeritide yeni bir zilzile payda oldu. Biz şu devirden şahitleri, şu devirde bu şiir ilan kılgandayken yaş şairler olsun, pişqademi şairler olsun, nayt köp münazirler oldu. Şu çağlardaki edebiyat sahasında ma'lum bir yerde to'y borayli, nazarga borayli, yaqin bo'lsa 5-6 odam yig'layli, mushu she'riyat haqidagi so'z bo'ladi. Munozirlar bo'ladi. Qaynam tashqinliq, qattiq suhbatlar bo'ladi. Shu chaqlarda Tangirtog' jurnalida nayt ko'p maqolalarni o'yishtirgan, masalan, Yalqin Juma, balkim Ahmadjon Isloga bir qancha maqolalar yozgan. Yana maqola bo'lgan vaqtida shu chaqlardagi köz görüngen peş kademlerden Buğda Abdullah, Osmancan Savut, hatta şu obzorçalarımızdan Muhammed Polat, andikin Sılgacı Ruz hakkımız degendek, andikin yaş şairlardan Polat Evuzullah ba, Erkin Nur ba, Ilgarcan Sadık Batıruz hemmilerini ziyaret kılıp ulanın köz qarashlarını ben muş şiriyetke boğan. Ula nimdep qaraydı bu yeni hadisiga. Muş neslerini xeli uzun yıllargacha talaş kıldı. Ama bizde bir kam nasip kaldı. Nimdiğe vaxtıda bu bir hareketti, yani şiiriyet hareketi. Şiiriyet hareketi keyince bu bizning prozadaki yenilik yaratışımızga nait zor, yani yazıcılarının proz janrida yenilik yaratışıga zor ta'sir ko'rsatdi. Ama buningdan bir xulosa chiqmadi. Nurg'un maqolalar yozildi, ama maqola yozilgan bilan rasmiy ilmiy usulda Moşunda Uygur şeritide barlık kelgan yeni bir şiriyet hareketinden xulos chiqolmadi. Onundan bir ilmiy yakun chiqolmadi. Bu bizdeki çoğun bir kemçilikler oldu endi. Şuna aynı davrda bazıları bayam degandek modernizm şeritde baktı, bazıları Gunga şeritde baktı, yeni bir narsa deb baktı. Her kim özlerinin köz qarashini deb baktı. Ama hazırgacha bu şiriyet hareketi haqida konkret bir nam o'tir chiqqan yo'q. Yoki qabul qilingan yo'q. Bir qismlari buni inkor qildi. Gunga şiir deganlarni, bir qismi modernizm deganlarni inkor qildi. Mayli qanday bo'lsin, shu Ahmadjon Osman boshligan yeni şiriyet hareketi Uyg'ur edebiyotida, bo'libmi Uyg'ur she'riyatida g'oyat zo'r bir silkinish, g'oyat zo'r bir yenilik, ham shundaqla Uyg'ur she'riyatining bir burilish nuqtasini paydo qildi desak bo'ladi. Shaxsan men shu davrning başdan ko'chirgan shu chaqlar bizim she'r yozatdik, ammo teg'alqi she'riyatda unchalik oldiga chiqmagan, yoki bo'lmasa teg'a o'zimizning bir uslub nimani yaratmagan mezgillarimizda. Shuningdan keyin nurg'un masalan Batiruz she'r yozdi,
Ilg'arjon Sodiq she'r yozdi. Masalan, Bayamjon degandek Po'lat O'zallar bor, Bagmat Yusuflar bor, keyin chiqqan, Erkin Nurlar bor, keyin chiqqan. Mushanlar aqaqin yetishib chiqdi. Bundan ilgari yoshlarning she'r to'plari yo'qdi bundan ilgari. Ahmadjon Osmonning she'r to'plami 92 yilda deyman. Uyg'ur qiz liriks chiqdi. Undan keyin Abduqodir Jaloliddinning Sharaf Umri degan she'r 93 chiqdi. Undan keyin Ilhomjon Abdullazniki rahmatli yosh o'lib ketib qoldi. Uning bir she'r to'plami chiqdi. Demak, mushuna shaklda toki 95-yilgacha 86 yildan boshlangan bu she'riyat harakati 95-yilgacha nihoyat qaynon tashqinli holatda bo'ldi. Ammo 93dan keyingi adabiyot sohasi qarasak, o'sha birinchi turkumda Uyg'ur she'riy harakatining boshlangan shoirlarning hammasi 93-yildan keyin bu sapdan chekindi. Ya'ni she'riyatdan chekindi. Undan keyin mayli Tangirtog' jurnali bo'lsin, mayli yerlik jurnallar bo'lsin, mayli ta'lim jurnali bo'lsin, hozir biz tilga o'tgan mush shoirlarning she'rlarini jurnallardan ko'ra olmaymiz yoki topa olmaymiz. Demak, bular hammasi chekindi. Undan keyin ikkinchi turkumda, ikkinchi qadamdagi bir she'riy guruhlar yoshlarimiz paydo bo'lib, ular boshqa bir yo'l bilan o'zining she'riy uslublarini yaratdi deb qarayman. Rahmat, Abdushkurka. Ahmadjon Osmon, aka, siz bayatın bir narsa dediniz, bizniki Uyg'ur yangi she'riyati, bizniki klassik an'anaviy Uyg'ur adabiyoti she'riyati bilan bo'lgan munosabatlarda she'rni tema hokimiyatidan qutuldirdi. Mazmundan ma'naga ko'chdi, ma'noni ifodalash, ma'noni o'ttirib qo'yish va ma'noni yangilash jihatda yangilik yaratdi va yangilik yuzlandirdi degan bir qarashni o'ttirib qo'ydingiz. Ammo buningga hamda yillardan bir Uyg'ur she'riyatini qizg'in so'yib o'qigan bir o'qirman bo'ldi suhbatim bilan ham qaytilma va mishadan bir savol chiqdi endi bu yerda. Sizmi shu she'r ma'no qatlami haqida bir ozroq to'xtalib bersangiz, ya'ni she'rda ma'no bo'lish kerakmi yoki qaysi ma'nosizlashtirib so'zning istilikisini qo'llashib sizin bir so'z o'ynab baqqanmi? Ma'no va she'rning tetimlik o'rtasida qo'shtirnoqqa bungilik qanchalik cho'nqur bo'lish kerak? Hamda bu noktada she'rlaringizni balkim tushunadigan umum haqbek az. She'ringizdagi bu ma'no qatlamining cho'nqurlikmi yoki seviyasining xalq o'qirmanning seviyasining tuvanlikmi deb bir savol keldi hozir. Aldı bilen ma'no sizning so'ragan savolingiz. Avval bir she'rning ma'no qatlami haqida to'xtalib bersangiz, buningdagi ma'no bilan stilistikasniki söz qo'llashimni qo'llashmamdi. Bu vaqt kelsak. Ama şu sualınızga cevap verişten burun, şu iki meselege, hazır siz eskerken iki meselege, ma'nanın nimeligi hakkında bir tez bir aniqlama berip ötüşük to'g'ri kelyapti. Bu yerda ma'no deganimiz mazmun emas dedik. Mesela she'rning mazmuni deganda aniq bilamiz. Mesela bir parcha she'rning mazmuni degan vaqtimizda, lekin ma'no deganda bu yerda sal farqli bir hukm o'ttirg'i chiqdi. Ma'no degan vaqtimizda bo'libmi hamda biz degan vaqtimizdami bu yerda men ayni vaqtdagi 80-yillardagi 86-yili yangi gungu she'riyat boshlangandan keyingi bizning bir top shu gunguchilar ne ko'zda tutaman biz degan vaqtda. Onundan başqa yana shu bir topning ishidami o'xshamagan qarashlar bo'ladi. Batdi masalan shu ma'no hukmi to'g'risida. Mesela ben Batur Rozi qatarlıq bir türküm şairlar bir xil ve başqalar başqacha bir xil tushunadi ma'no degan bu hukmni. Ama ma'no degan nima degan vaqtida mesela ben nimadan o'tay aniqlik berishdan burun misol olib o'tay. Mesela bizningki sofistik shoirlarda ma'no ular şu ma'no bilan birlashgan ularning she'rlari. Ularning she'rlarining hammasi asosan ma'noning nimaligi, ma'noni yangilash, ma'no to'g'risida bo'lib keldi deb qarayman. Masalan, Navoiyni olaylik.
Navoiyning she'rlarida ma'na yar deb ataladi. Yar degan yana shu Allah. Bunday aytgan vaqtida. Yani Navoiyning nazarida, Navoiyning qarashida, Navoiyningki estetik yiroqligida ma'na Allah'ның o'zi shu. Yani onu şiiri til bilen Navoiylar yar deb ataydi. Çünkü bu yerda ma'na bilan bo'lgan munosabat qanday shaklda ifodalanadi degan vaqtida sevgi shaklida. Yani ilahi sevgisi, ilah sevgisi shaklida. Yani yar bilan yani yar deb atagani Allah'ni bu sevgi munosabat ekanligi aniq chiqib turadi. Şunun bilan birga yana Allah'ni Arapçadan kelgan asli bu endi yar degan atalma hukm yoki atalg'u. Arap tiladimi, Arap she'ridimi uni habib yoki mahbub deb atagan. Yani söyülgüçi, söyülgen degan ma'noda. Endi bizniki klassik shoirlarimizda bu Navoiyda masalan ma'na o Allah şu, Allah'ın özü şu. Lekin bu yerda qanday tushunamiz bu ma'noni? Masalan, bu ma'noni qanday tushunish deganda, ma'no Allah ekan, unda Allah'ni qanday tushunish, Allah'ni qanday tunish masalasi barliq keladi. Navoiyning nazarida masalan Allah'a yetish yoki Allah bilan birlashish yoki bilim nazariyasi bilan aytgan vaqtida Allah'ni tunish faqat fana orqali bo'ladi deb qaragan Navoiy. Yani fena arkalık degeni mesela fena degen Arapça söz yo'qolish arkalık bo'ladi. Yo'qolish yuz berganda. Bu yo'qolish nima yo'qolish deganda o'zlik yo'qolgan. Yani shoirning o'zligi yo'qolgan vaqtida anandan keyin ma'no bilan birlashishga bo'ladi. Ma'no bilan munosabat qurishga bo'ladi. Yani Allah bilan munosabat qurishga, Allah bilan birlashishga bo'ladi. Demak bu yerda Navoiyning she'rlaridami, tafakkuridami Allah'a bo'lgan tunishning o'zgarayotganligi, ya'ni Allah'a bo'lgan qarashninki o'zgichiligi kelib chiqadi. Demak, ma'no masalasi mushu. Uyg'ur she'riyatimi, Uyg'ur gungi she'riyatimi ma'noga asosan mushundaq shaklda qaragan yoki ma'noga mushundaq aniqlama bergan, mush shaklda aniqlama bergan. Şuna endi bu yerda biz ma'no degan vaqtida u asldilla aniq narsa emas. Masalan, Allah deylik. Allah bir ma'no sifatida bizning madaniyatimizda bo'lamidi, tafakkurimizda bo'lamidi, chunki bizningki madaniyatimiz, tafakkurimiz asosan bizning dinidan kelgan, islom dinidan. Shunga ma'no degan vaqtda, Allah degan vaqtda endi Allah nima? Allah ne qanday bilimiz? Yani Allah'ın bilimi yoki hem de Arapçada o da ma'rifatullah deydi, Allah'ını bilish deydi. Allah'ını bilishning o'zimi bir xililigi. Aniq narsa emas. Yani Allah degan mundaq deb ta'bir bergan bo'lmaydi, aniqlama bergan bo'lmaydi. Hatto Qur'onning o'zidami masalan Allah özünün kitabında özüge tabir bergendimi? Mesela özünü aniqlayotgan chaqdimi? Mesela mavi ayet ne degan? Leysa kemislihi şey. Leysa kemislihi şey. Bu Kur'an'daki bir ayet. Allah özünü ifadalab tasvirlagan vaqtida mush ayet ne degan? Leysa kemislihi şey. Yani bunun Uyg'urchasi leysa kemislihi şey. Men tafsir shaklida Uyg'urchasini o'zirsa tarjima qilmayapman. Men shu so'zma-so'z tarjima qilib beray buni. Laysa kemislihi şey degan oyatni. Onun o'xshashligi yo'q yoki ona o'xshash hech nima yo'q. Ona o'xshaydigan bir nima yo'q degan gap. Demak, endi bizning bilish nazariyasida biz bir narsani qanday bilamiz deganda o'qitish orqali bo'libmi she'riyatda bir nimaga yaqinlashtirish orqali bilamiz narsani. Endi Allohdan iborat
hiç kandak okşu bulmagan, hiç nime okşaydıgan, hiç nime yok Allah okşaydıgan. Ondaqda biz Allah'ın kandak bilimiz. Yani kandak aynaklım belgili buludu Allah. Mana muşu sebepten ma'nininki tutuqlığı, gungalığın bu asli tabiat, ma'ninin özünün tabiatı bana ekanligini muayyanlashtiramiz, jazmlashtiramiz. Hem bu ma'niga bo'lgan qarash masalasi. Bu siz abay so'ragan birinchi savolninki javobi shaklida shunday javob berib o'tay. Endi ikkinchisi ma'nining stilistiki bilan bo'lgan munosabat dedingizmi? Savolda. Yani munosabat aytganda sizmi shu qasddan bir she'r ma'nolash kerakmi yoki qasddan ma'nosizlashtirib so'zni stilistikasini qo'llashib, ya'ni siz demoqchi o'g'lingizni. Endi ma'na o'zining tabiatidan bir aniq narsa bo'lmagan ekan, u chaqda Uyg'ur gungi she'riyati yoki Uyg'ur yangi she'riyati ma'noni, ya'ni mazmundan ma'noga ko'chib, ma'noni markaz qilgan ekan, undaqda she'rning ma'no bilan bo'lgan munosabatida gungalik yoki tutuqliq hargiz qasddanlik, ya'ni qasddan yaratilgan, qasddan o'ydirib chiqarilgan narsa bo'lmaydi. Demak, Uyg'ur yangi shoiri yoki Uyg'ur gungi shoiri ma'ni bilan bo'lgan munosabatida u ma'nining aş tutuqligiga, aş gungaligiga, tabiiy tutuqligi gungaligiga sodiq bo'lgan bo'ldi. Shunga uningki ishlatayotgan tili, she'riyatda tili hargiz tutuqlikni, gungalikni qasddanlik bilan o'ydirib chiqqan masala emas. Amaliyotda buni siz hozir eslatgandek, davatgandek, sizning degan usulingiz bo'yicha ayni vaqtdami, hatto shu yangi she'riyatga tava shoirlarmi mush tarafni tanqidlagan. Ya'ni Uyg'ur yangi she'riyati, gunga shoirlari, Uyg'ur gunga shoirlari tutuqlashtirish ma'nini sirliqlashtirishni qasddan qiladi degandek, mushlar shaklda. Amaliyotda shu ma'nininki tabiati bu tutuqlikni, bu sirliqlikni, bu gungalikni she'riyatda jazmlashtirgan yoki muayyanlashtirgan. Rahmat. Men bu mazmun bilan ma'no jihatda sizdan so'raydigan bir savol bor. Uni bir Abdushukurga, endi Ahmad akam yuqorida deb o'tdi, bizniki Uyg'ur yangi she'riyati bu tema hakimiyatining tutildi, mazmundan ma'noga ko'chdi yoki yuzlandi deb. Peki endi davrda bizniki maxsus mazmun yozgan bir turkum shoirlarimiz yoki yangi she'riyat harakati boshlanishdan burun shu davrdagi aynı zamandagi Uyg'ur she'riyatimizniki boshlamchilari yoki vakil xarakterlik shoirlar deb qaralgan, masalan Osmonjon Saud olsun, Qurbon Barat olsun, Bog'dodullo olsun, Tahir Talib, Kepchaliyev degandek shu shoirlarning hammasi asosan shu mazmunni asos qilib she'r yozgan. To'g'ri. Bunun için bu yangi she'riyat harakatiga masalan ko'chgan peshqadam shoirlardan birdan-bir shoir masalan Bog'dodullo bo'lishi mumkin deb o'ylayman men endi. Masalan keyingi davrda bu Salg'atashi naiti Uyg'ur adabiyotidagi muhim bir dostonlarning birisi deb o'ylayman. O'ziniki badiiyligi jihatda, ifodalash jihatda va shu davrdagi qaynam tashkillik cho'mgan talash tortish qilayotgan Uyg'ur yangi she'riyat bilan an'anaviy she'riyat o'rtasidan naql krizis yuz berib oxirlashay degan bir davrlik to'g'ri keldi 95-96lardagi Salg'atashning e'lon qilinishi. Hamda Ahmad Chakam deb aytdi, bu an'anaviy she'rlarda mazmun bilan ma'noni ayirib dedi. Lekin Bog'dodullohninki Salg'atash degan dostonni qarasak, buningda hamda ham mazmun bor, ham ma'no bor. Hamda bu munosabatni hamda Bog'dodulloh hem klassik shoir, ya'ni hem an'anaviy bir shoir bo'lib yetishib chiqish, hem yangi she'riyatga ko'chish jarayonida masalan bu munosabatni mushu she'rda yoki mushunga o'xshagan she'rlarda hamda qanday hal qilgan deb o'ylaysiz? Mazmun bilan ma'no jihatda. Bu mundaq. Men bayan bir narsani deb o'tdim. Yangicha Uyg'ur she'riyat harakati 93-yilda, ya'ni 95-yillarda asosan oxirlashgan. Endi bu davr nayt qaynam tashkillik bo'lsin, ammo bir sinoq davrdi bu. Yana Ahmadjon Osman shu davrda pishqan bir shoir sifati bilan
bu temalarni o'ttirga qo'ygan yoki bo'lmasa harakatni boshlagan bilan ammo qag'aldirib emisi sinoq qilgan shoirlardi. Shuna bular o'zlarini yozgan she'rlarida yoki ma'no bo'lsin, mayli mazmun bo'lsin, yoki tashqi shaklda bo'lsin, nurg'un masalalarni yaxshi shaklda hal qilib ketolmagan. Ammo bularning sinoqlari keyingilarga nima bo'ldi? Bir o'rnak yaratdi, tajriba yaratdi. Dal shu Buğd Abdulla, masalan Adil Tunyaz, ani Chimengul Avutlarni birinchi davrdagi, ya'ni birinchi avlod yosh shoirlar boshlab bergan shu tajribalardan o'z oldiga o'rnak kelib, yangi bir yo'l tutgan shoirlar deb qarayman. Shunga Buğd Abdullaning she'rlarida klassik shoirlarimizning hem şundaqla 30-40 yıllardaki yeni davr Uyghur şehriyetining hem şundaqla yeni Uyghur şehriyetining omillarimi yo'g'rilib ketgan. Dastlabki tajribalar bularga yeni bir nima berdi? İmkoniyat yaratdi. Shu mening o'zimning shaxsiy nimasida Buğd Abdullaning unda muvaffaqiyat qozonishida şu 86'dan 95 yıllık çoğunarlıkki şu 10 yıl jarayonida mayli Tangırtaq jurnalı olsun, mayli Tarım jurnalı olsun, şu yeniçe Uyghur şeriati haqida, yeniçe Uyghur şeriati bilan klassik şiir haqidagi bağlanış haqida nayt ko'p maqolalar yozildi, nayt ko'p tajribalar tunishtirildi. Şu orqali bular bir yeniçe uslub, ya'ni yeniçe yo'l tutishga bir imkoniyat yaratib berdi. Onundan sırt bu devirde yana dünya edebiyatı olsun, körük olsun, şu jurnallarda Xitay şairleri yana şu Gunga, Xitay şairlerinden şiirli tercüme kıldı, çetel şairlerinin şiirli tercüme kıldı. Bularning hammasi Buğd Abdulla, Adil Tunyaz, Chimengul Avut qo'shaydigan bu bir turkum shoirlarning yeni ijodiyatiga bir yo'l hozirlamış vaqtida. Demak, bizning shu hozir deyotgan Buğd Abdulla o'xshaydigan muvaffaqiyat qozongan shoirlarimizning she'rlaridan ham Xitoy she'riyatining ta'sirini, ham klassik she'riyatimizning ta'sirini, ham o'zi ijod qilib kelgan, ya'ni 30 yillik ijodiyat hayotining ta'sirini, shundaqla Ahmadjon Osmon boshlagan yangi she'riyat omilining ta'sirlarini ko'rib bo'ldi. Shu nuqtadan Buğd Abdulla o'zining bu sog'liq deyishdan kitobida hem ma'no, hem mazmun, hem shakl jihatda o'zgacha bir xil shakl o'tirib chiqqanligi uchun bu she'rni bizning yosh shoirlarimizmi ham shundaqla peshqadam shoirlarimizmi yaxshi ko'rib o'qidi, ham qabul qila oldi. Ahmet aka, siz bayatın bu yangi she'riyat haqida so'z qilgan vaqtda, tunji qatim enakdan bergan vaqtda qo'ygan 3-chi bir masala Uyghur yangi she'riyatda Uyghur sofistik shoirininki varischilari bo'ldi degan bir so'zni ishlatdingiz. Ya'ni mandaqcha aytganda Uyghur yangi she'riyat harakatida ijodiyat elib borgan yosh shoirlar ming yillarni klassiklashgan Uyghur she'riyatiga, ya'ni Uyghur she'riyatiga emas, shakl va ma'no jihatda emas, faqat sofistik shoirninki ideya ma'no jihatda so'z varislari, shakl jihatda emas, faqat ma'no ifodalash jihatda varischilar bo'ldi dedingiz. Endi bizniki bu sofizmlik edebiyat esa Ahmet Yesevi'den başlangan, Farabi'den başlangan, ondan keyin Uyg'urlardan Alisher Navoiy, Shah Mashrab, lekin yana birisiga Uyg'ur edebiyatiga ta'sir ko'rsatgan bu Iran Fars edebiyoti bor. Nizomiddin Ganjiyev, Şeyh Said, Feridun Ettar, Şems Tebrizi, Hafiz Shirazi, ondan keyin bu Tanbihat Dervishyan yozgan Obulqa nima? Muşo bir türküm hamda Paris shoirlari var. Hamda bularninki shoirlar ayni davrda aytganda nashriyatchilik yo'q. Ashundaq bir davrda buning qo'lyozmalari, asarlari qo'ldan qo'lga o'tib, bu yerda ham Turkiy millatlar ichida, ham Iron millatlari ichida bir xil milliy edebiyot, ma'naviy edebiyot, bu tasavvuf edebiyoti bilan bog'lashib keldi. Bu jihatda bizniki bu milliy edebiyotimiz ma'lum bir nuqtadan aytganda tasavvuf edebiyotiga bir qarzdorlik bir shakl bor. Mandaqcha aytganda Uyg'urlarniki yoki Turkiy millatlar yoki Iron millatlarniki an'anaviy milliy edebiyoti tasavvuf edebiyotiga qarzdorlik bir holat shakllangan jarayonni ko'rib kelgan vaqtda. Unda qo'shamiz Uyg'ur yangi she'riyati, Uyg'ur an'anaviy she'riyati bilan
fakat şu sofistik cihatla bir varislik mı yoki Uygur milliy edebiyatınınki bir terkibi sıfatı mı? Bu noktana qanday ayırıymiz? Bu cihatda bir cevap bergen bolsanız. Endi sizningki hozir şu sözüngizde, sualınızdaki meselen bir neçe atalgılarni men yine işletip eskertip ötey sözümde. Birinciden bu milli edebiyat dediniz. Meselen Uygurlarning milli edebiyatı desek, Uygurlardaki sofistik edebiyatçı, umumiy milli edebiyat mı emas mı? Mesela bu birinci sual, birinci oylanish endi. Mening nazarimda albatta Uygur sofistik she'riyati, biz she'riyatning gapini qilyapmiz. Endi masalan Uygur sofistik she'riyati Uygur milli she'riyatidagi yeni bir inqilab yoki bir yangilik. Yani xuddi Uygur gungi she'riyati yoki yangi she'riyati Uygur hozirgi zamon she'rida bir yangilik harakati bo'lgandek Uygur sofistik she'riyatimi Uygur milli she'riyatidagi bir yangilik harakati. Mushundaq qarasak masalaga ta hozirga kelguncha Uygur Uygur sofistik she'riyati yoki Uygur milliy she'riyatini yangilagan shaklda o'ttirga chiqqan Uygur sofistik she'riyati ta hozirga kelguncha meningcha tamamen Uygur milli edebiyatida yoki she'rida tamamen qabul qilingan bir she'riyat hisoblanmaydi. Tamamen degan vaqtimda hamda chunki ayni vaqtida Şah Meşrep'nin öldürülüşü, anandan keyin Navoiy dek şairlarninki asasen qirg'oqda bo'lib qolishi ayni vaqtdagi edebiyotda yoki ayni jamiyatda, ayni vaqtdagi Uyg'ur jamiyatida yoki bo'lmasa ayni vaqtda Uyg'ur jamiyatida men Turkiy jamiyatda edim. Türk jamiyatida. Nim bo'lishidan qat'iy nazar Uygur sofistik she'riyati hozirga kelguncha bir Uygur milli she'riyatida muayyanlashgan, tamamen muayyanlashib bo'lgan bir she'riyat emas. Endi Uygur gungi she'riyatichi, Uygur gungi she'riyatimi ta hozirga kelguncha 40 yil bo'lib qolaydi-da, yenilam Uygur she'riyatida Uygur milli she'riyatida yoki Uygur she'riyatida hozirgi zamon she'riyatimi yana tamamen nima deymiz e'tirof qilingan yoki Uygur milli she'riyatining gavdasining ichiga tamamen kirgizilgan bir she'riyat deb qaralimi bo'lmaydi. Chunki hozirga kelguncha Uygur yangi she'riyatini inkor qiluvchilar, e'tirof qilmaydiganlar bor. Adabiy tanqid süptede, obzorchilik süptede. Demek bundaq ekan bu she'riyat yenilam Uygur milli she'riyatininki yenilam qirg'og'ida turayotgan bir she'riyat süptede bo'ldi. Endi mushundaq shaklda qarasak Uygur gungi she'riyatining varislik qilgan tarafi yoki she'riyati mundaq aytganda Uygur milli she'riyati deymiz asosiy iqim hisoblanadigan bütün Uygur edebiyatida %100 e'tirofga erishgan Uygur milli she'riyatininki varischisi emas, faqat Uygur sofistik she'riyatining, ya'ni Uygur milli she'riyatining ayni vaqtdagi Uygur klassik milli she'riyatining qirg'og'ida turgan Uygur sofistik she'riyatining varischisi. Endi mening bu so'zim bilan bir narsa aniq ko'ngil bo'ldi. O bo'lsa-mu, men hozir endi Uygur milli she'riyati bilan Uygur sofistik she'riyatini birisini asosiy qilib, birisini nima deymiz endi qirg'oqdagi yoki bo'lmasa soya shaklida o'ttirib qo'yapman. Chunki bundaq deyishim yenilam Uygur yangi she'riyati yoki Uygur gungi she'riyatiga tatbiqlab bu qarashni qaragan vaqtimizda
yani o'xshashlar Uyg'ur bunga she'riyatimi Uyg'ur yeni she'riyati gavdisida ichida yüz ichida bo'lib qo'lanmagan bir she'riyat. Yani yenilan qirqib turgan bir she'riyat. Hem Uyg'ur bunga she'riyatiningki varisligi mana shunday shaklda bo'lgan. Yani Uyg'ur milliy she'riyatiga emas. Ben sizin tilingiz boyunca ayırıp duruyorum bence ama Uyg'ur milliy she'riyatiga emas, Uyg'ur sofistik she'riyatiga bo'lgan varislik shaklida Uyg'ur an'anasiga bilan munosabat qurdi. Yoki bo'lmasa aloqa. Ona ko'rsam bizniki ko'rurmanlarimizning mandaq bir savol chiqdi. Sizdan so'raydigan savolga bu. She'r aqlni idrok qilamdi yoki ruhni idrok qilamdi deydi. Endi bu yerda aql bilan ruh davomli bizning suhbatlarda bo'libmi endi bunday suhbat vaqtida endi bizningki shu bas munoziralarimizda oldi bilan bizning qiladigan ishimiz mening nazarimda endi nima desam shu atalg'ular ustida bir birlik kelish kerak. So'rovchi bilan so'ralg'uchi, munozir qiling'uchilar, Mushu atalg'ular haqida birlik kelmay turib, bu munozara davomlashsa, arablarning bir so'zi bor, Turshan zaffa deydigan, nima deymiz, daqudumbaqning orasida o'tlagan gaz degandekchu. Yani her birisi özününki sözlüğünü sözləverdi, ikincisini anlayamaydı, aldı otlagan söhbetçisini, yakuması münazırsını. Aldı otlagan münazırsını bunu anlayamaydı, lakin özününkine devrildi degende. Şunun olan bu münazıra diyalog şeklinde anmaydı. Yani bir bilen münasibetsiz şekilde bu devamlaşıyor. Şunda bu misalını verişim nime degende akıl ve ruhtan ibaret. Muş sualdaki akıl ve ruhdan ibaret muş iki atalg'uninki üstüde endi men siz bilan birlik kelishim kerak. Aningdan keyin bu vaqtida gap qila olamiz. Chunki men aql va ruh haqida hozir gap qila olmayman. Lekin mening aql bilan ruhga bo'lgan tushunchim asosida gap qilaman. Herkes sualni so'rg'uchininki aql bilan ruhga bo'lgan tushunchasi asosida bo'lmaydi. Bu mening demoqchi bo'lgan gapim. Shuning bilan diyalog o'rtaga chiqmaydi degan gapda. Ya'ni mening bilan javob beruvchi shaklda so'rg'uchining o'rtasida aql va ruh ustida diyalog yuz bermaydi. Endi shunday bo'lsin, men deb o'tay. Aql degan nima, ruh degan nima? Endi aql bilan ruhni tushunish uchun yani biz Uyg'urlar yani özümüzün tefekkürümüzge, özümüzün kültürge, medeniyet, kültür hukumadaki medeniyet deyimiz nime? Civilization emas, kültür, culture. Kültürümüzge tayinimiz. Endi bizning kültürümüzde aql olamdı, ruh olamdı. Bu iki atalgı endi asasen dinimizden kelgen. Dinimizge asasen bu iki atalgıga tabir vermesek, iniqlim vermesek, o çağda biz bu iki atalgısı birlik kelenmeyimiz. Allah Adem Aleyhisselam'ı yarattığı vaxtıda laydını yaratıp Adem Aleyhisselam'a özünün ruhunu püylüge. Şunun olan anakit Adem Aleyhisselam ruhqa ega, hem canlığa deymiz. Ega birlik deymiz, bir barlık aylangan. Demek Allah'ın dastlabda layını canlılık nasiga aylandırgandaki asaslık amil ruh. Yani Allah'ın özünün ruhunu pülüger. Demek bunun da nimeni bilimiz degende insanның her kandak insanның, çünkü her kandak insan Adem Aleyhisselam'ның işte. Bundayken her kandak bir insanda bağ neyse Allah'ın ruhu var. Mende Allah'ın ruhu var. Sizde mi Allah'ın ruhu var? Onun da mı Allah'ın ruhu var? Hemmimizde Allah'ın ruhu var. Demek insanlık olur diken onun da Allah'ın ruhu var. Hem de ruhunu müştahat düşünsek akılcı.
Endi aqlni qanday tushunamiz deganda, aql endi nega keladi deganda, Allah Adem Aleyhisselam'ni laydan yaratıp özünün ruhunu tüylep bir tirik barlıkka aylandırgandan keyin anından keyin Adem Aleyhisselam'a Allah Teala cennetteki mavu marifet meyvesini yemeslikni buyuruyor. Lekin Adem Aleyhisselam özünün qovurğısıdan, bir tal qovurğısıdan Hava anını yaratgandan keyin Hava anını cennetke yılanның şeklinde kirgen iblis yoki şeytan Hava anını eziqtirish orqali Hava anını Adem atıga aşı marifet meyvesini yeyishkini undaydi. Shuning bilan Adem Aleyhisselam marifet meyvesini yeydi. Cheklangan marifet meyvesi. Shuning bilan bular ananikin cennetdan yerga sürgün bo'ldi, chiqdi. Cennetten ayrıldı. Demek marifet meyvesini yiyende Adem Aleyhisselam bilen Hava ana yiyişamalla özlerininki yalamaçlığını tuydu, gördü, bildi. Aş marifet meyvesini yiyiştim burun, olay hep yalamaç. Hayvanlar da hep yalamaç. Hem özünün yalamaçlığını tuymaydıgan, bilmeydigan şekilde. Çünkü ahlaki şekilde mi, ahlak noktasında mı, yaman boluduğan, yoki ayıp boluduğan deb qaramaydi. Aşındaq şekilde yaşavatqanlar marifet meyvesini yegandan keyin özlerininki yalamaçlığını tuyup haya his qilib, xijil olab, ananikin avratlarini yaproqlar bilan yepishqa boshlaydi. Demak, endi ikkinchi qadamda mana bu aql barliq keladi. Undaq bo'lganda ruh Adem Aleyhisselam yani men yoki siz yoki u yaratılıştılar Allah'ın ruh bilan yaralgan, lekin marifet yoki mesela aql uningdan keyin kelgan. Yani amaliyotda ruh bizga Allah tarafidan ato qilingan narsa, amaliyotda aql bo'lsa u cheklangan narsa. Aslida Allah bizni aqldan cheklagan, yani marifetdan, bilimdan cheklagan. Lekin şeytanın aldışı bilen, vesvesesi bilen biz bu meyveni yap, şunu bilen biz akılga erişken. Yani bilişke. Şunda bo'lganda bu savolga berilgan javobda endi her ish kelsa deb javob beraman. Hem ruh, hem aql. Hem ruh, hem aql. Lekin bu yerda aql degan vaqtimizda bu yani bilimni ko'rsatadi, bilishni ko'rsatadi. Bilishni ko'rsatadi. Ruh degan vaqtida jonni ko'rsatadi. Yani Allah'ın bizga bergan jinini. Mening jinim. Lekin endi jon degandimi bu yerda yana nurg'un filosoflar tarixdan tortib bu jon haqida, ruh haqida jiq nimalar bo'lgan, nima deymiz, jiq tadqiq qilgan. Nimaligini to'g'risida aniqlama berishdi. Endi bizda uni jon deymiz Uyg'urchada. Hatta bizning sofistik shoirlarmi jon deb ishlatgan, ruh deb ishlatmagan. Masalan, sening jining, mening jinim bir jon emasmi? Sening uchun mening jinim qurban emasmi? Bu şu ruh şu. Yani bu yerda Allohga bo'lgan, Allohga xitob qilyapti shoirimiz. Xitob qilib, sening ruhing, mening ruhim bir ruh emasmi? Yani çünkü mendeki ruh sening ruhing. Sen bana söylegan ruh, şunun ikisi bir ruh. Aniki sening uchun mening ruhim qurban emasmi deydi. Hem bu yerda buni bizning shoirimiz ruh deb olmagan, jon deb olgan. Lekin hozirgi vaqtda bizning tushunchimizda ruh bilan jon bir farqli o'xshamaydigan ikki narsadek bunda ayirib qilyotdi. Lekin aslida bu bir narsa. Ruh, jon, ruh. Shunda bo'lgan vaqtida endi yana qayta ta'kidlab o'tib ketay, xulosalay, gapimni tugatay. She'r yoki biz o'qirman bo'lamdik, shoir bo'lamdik. Hem ruhga, hem aqlga, bilimga, bilishga muhtoj ikkilisi. Hem she'riyatmi ruhning shundaqla bilishning mahsuli. Rahmat. Abdushukur aka, bu yerdan Ahmad akam shu aql va ruh to'g'risida so'rgan savol javob berishdan burun manda bir gap qildi, u diqqatimni tortdi. Ya'ni biz agar buning javob berishdan burun biz bir munozara qilishimiz kerak. Munozara qilish uchun
avval sual sorgusu bilen cevaplıgıçı otursa da bir düşünç belki yoki bo'lmasa bu bilimimizden bir düşünç boluş gerek şunda bolganda bu münazir takım yaxshi qila olamiz dedim. Ama bu bek to'g'ri bir narsa. Masalan, bizningki hozirgi chet eldagi endi edebiyotimizni saqlab qolishga tirishayotgan qalamkashlar orasida hamda vatanda 90-80 yillarda bu edebiyot haqida munozaralar intayin ko'pgan chiqqanda bunisiz shu so'rovlar shohid bo'lgan, bevosita qatnashgan, hatto shuni ta'min hozirgacha shumib yashayotganlarning birisi. Hamda shu chet elda qanday bo'lgan vaqtda shu edebiyotimizni hech bo'lmasa boshqa sohalar, siyosiy, ijtimoiy sohalar kiramisak, qanday shu edebiyotimizda shu bir yaxshi bir munozara kayfiyatini shakllantirgili bo'ldi. Buni shu yoki nima ishlarni qilishimiz kerak yoki yaxshi bir munozara so'riniki shu bizningki muajirat edebiyotimizniki saqlanib qolishi, rivoj va taraqqiyot uchun qaysi taraflarda bir foydasi va shuni bir ozroq so'zlab bersangiz. Buni ikki jihatni so'zlash kerak deb o'ylayman. Birisi munozir qilguvchilarda, ya'ni munozir qatnashuvchilarda masalan adabiyotni deyapmizku. Adabiyot nisbatan bir so'ygu bo'lishi kerak. O'zining shu kasbga bag'ishlangan bir so'ygu bo'lishi kerak. Masalan, bizning ayni davrdagi munozirlar nima uchun qiziqdi desa, bizda bir so'ygu bordi. Bizda dunyoda bizga nisbatan aytgan vaqtida adabiyotdan ulug' narsa yo'qdi. Aslında bir so'ygu bordi. Shunga biz bir yerga yig'ilgan vaqtida bizdan ozroq yuqori bir narsa bildigan odam nisbatan hurmat qilardik, gapini e'tirof qilardik, ham shundaqla dialogni shu shaklda davomlashtirardik. Masalan, biz Ahmadjon Osmon bilan biz tunji qatam shu Uyg'ur qiz lirikasi degan to'plam chiqqan vaqtida Batruzi nimada Urumchi shahar televiziya stansiyasida ishlaydi. Shu Tog'da Xunsan Qiziltog'ning to'pisida bir ikki qizil uy bordi. Shu yerda biz tunji qatam Uyg'ur qiz lirikasi haqida bir suhbat o'tkazgan shu she'r haqida. Biz ben Ahmadjon bilan tunji qatam shu yerda uchrashgan. Shu yerda Ahmadjon Osmon bilan nurg'unlarimiz masalan mening yoshim bir 4-5 yosh farqimda qag'allarni o'tirsam chiq farqlanmaydiganlar borda. Ammo suhbat jarayonida shu vaqtlarda hamda yangi she'riyatning bayroqdori shundaqla tunji qatam yosh shoirlardan she'r to'plam chiqargan bo'lganligi uchun nurg'unlari so'zlarini ilk oladi. Savol so'raydi, o'zining fikrlarini o'tirib qo'yadi. Andan keyin shuningga hurmat qilgan asosda o'zining fikrini o'tirib qo'yib, o'zaro munozirani paydo qiladi. Bu vatandagi munozir shakllari shunday rivojlanadi. Hamma yerda. Mayli cho'nglar bo'lsin, mayli kichiklar bo'lsin, bir yakka vaqtida biz qappalni uzatmaydik cho'nglarnikini yoki cho'nglar bizni kichik deb biznikini uzatmaydi, shu xil shaklda yapiradi. Ammo chet elda bu boshqa bir xil muhit bo'lyapti. Nima desa, birisi haqiqiy adabiyotga so'ygu yo'q. Adabiyotda tarbiyalangan, adabiyotni biladigan musta'd odamlarga bo'lgan hurmat yo'q. So'ygu bo'lgan vaqtida hurmat bo'ldi. Yana bir uchinchi bir masala nima desa, yana hammasi bilarman. O'zining qo'sqida qanchalik bir narsa borligini, o'zining qanchalik bildiganligini, qanchalik kitob o'qiganligini, ham o'qigan kitoblardan qanchalik bir narsani hazm qila olganini bilmaydi. Shunga shu cho'nga qismi shu, to'nga qismi shu, o'nga qismi shu, har kim o'zining bilgincha qildi. Andiki men chatal chiqqandan keyin bir narsani his qildim. Men bir narsani to'g'ri deb so'zlasam, qarshi taraf buni mening so'zlagan nuqtamdan emas, o'zining kalsa kirdirib olgan nuqtani tushundi ekan. Shuni bilan u mening og'zimdan chiqib, uning qulig'iga borgacha u xato bo'lib manadan gapga bu. Men eng cho'ng his qilgan narsam shu. Men uni xato demayman. Men to'g'ri deyman, o'zimning nuqtasini to'g'ri deyman. Ammo u mening demoqchi bo'lganimni, nima demoqchi bo'lganini o'ylamaganligi uchun uning kalsa allaqachon bir narsani formula kirdirib olgan. Mushunga maskasi qabul qilindi. Buningga maskamiz qabul qilmaydi. Shu men to'g'ri so'zim u yerga quloqqa xato kirgan gap. Yani mushun o'ngshash kerak oldi bilan. Shunga birisi o'zining qilayotgan kasbiga yana ishtiyoq, so'ygu, muhabbat bo'lish kerak, o'zini beg'ishlar o'y bo'lish kerak. Ikkinchisi boshqalarning demoqchi bo'lgan so'zlarini tushunishtirish kerak. Shuna vaqtda biz sog'lom bir munozara muhiti yarata olamiz. Ham shundaqla adabiyotimiz haqida texnik ko'p bir fikr so'rini hazırlaymiz. Endi chet elda
Albatta, vatandagi bilan biroz farq ahvollar bor. Biz boshqa bir siyosiy atmosferada yashayapmiz. Hozirgi xalqimizning ahvoli boshqacha. Ham biz tunuydigan, bizning savodoshlarimız bo'lgan, bizning qarindoshlarimiz bo'lgan, do'st birodar bo'lgan yozuv shoirlarimiz turmida. Ularning ahvollarini so'zlashimiz kerak, ular haqida fikr bayon qilishimiz kerak, ularning asarlarini dunyoga tunishimiz kerak. Mushuni ham kuch talab qiladigan xizmatlar. Biz hozir buni tashlab qo'yib, bu xil xizmat bilan shug'ullanganlarni millatning hozirgi taqdiriga ko'ngil bo'lmaydigan bir holat tushunadigan xato ahvollar bor. Bumi cho'ng bir munoziraning normal ilmiy yo'sinda elib berilmasligiga sabab bo'layotgan yana bir omil deb qarayman. Rahmat. Gap munozara qilib bo'ldi, lekin sizningki ham o ikki jumlangiz mening alohida bir tartib birinchisi edebiyot bo'lgan so'zga, ikkinchisi men shu Ahmadjon Osmonni tunch qatim Ahmadjon Osmonning shu Uyg'ur qizlari ikkisidan kitobi chiqqan chog'da Qiziltog'da shu chog'da tunch qatim kurashganda. Endi meni azroq yaqindan taniydiganlar mening edebiyotni qanchalik yaxshi ko'rganligimni biladi. Yaqindan taniydiganlar. Men Ahmadjon Osmon akamizningki Uyg'ur qizlari ikkisini 2002-yil qo'limga olgan. Tunç qatim o'qish uchun nisb bo'lgan. Mening yalab supurib degidek o'qigan kitobimning birisi. Eng az gende bir 15-20 parça she'rni yodlab beralayman, xohlasa xalqqa vaqt sunisi bo'ladi. Men Ahmadjon Osmon akamizdan savol so'rag'ili 2018-yil Istanbulda bir Uyg'ur she'ri yig'ini bo'ldi. Shunaqa Ahmadjon aka. O'sha vaqtni Ankarada etdim. Shu men yillardan beri shu so'rag'im bor, bir savolni so'rag'ib atayt Ankaradan kelgandim. Faoliyatni yaxshi bo'lgandi. Shu chog'da so'rgan savolim va sizning bergan javobingiz hozirgacha esimda. Men shu savolni va sizning bergan javobingizni takrorlab, shu yerdan bir savol so'rash niyatim bor mening. Buning ayni vaqt sizning so'rgan savolim shu edi. Siz boshchilik qilgansiz, asosan solgan Uyg'ur yangi she'riyati yoki Uyg'ur gungi she'riyati. Ayni davrda Ahmadjon Osmon sizdan boshqa Batur Ro'zi, Ilg'orjon Sodiq, G'olib Rahmon, Vahidjon Osmon, Abduqodir Jaloliddin bular birinchi peshtak. Ikkinchi holatda yetishib chiqqanida masalan Erkin Ibrohim, Erkin Nur, Adil Tuniyaz, Farad Tusun, Tahir Ahmad qatorliq ikkinchi avlod. Uchinchi avlodda Machmengulov, Go'ji Muhammad hamda mushu uch baldaq shoir yetishib chiqibdi. Hozir 4-chi nasllari yezyapti. Hamda bizning ismini sanayolmagan 4-chi nasllarimiz yezyapti. Endi bu she'rlar bizningki 22 yerlik matbuot jurnallarimiz bor. Bu qo'llagan shunchalarkan ommaviy asos ega bo'lgan Uyg'ur yangi she'riyati nimishqa shu 40 yilgacha o'zininki nazariy asosini to'g'izib chiqolmadi degan bir savolni so'ragandim. Va buni Ahmadjon akamiz nayt qisqa va mag'izli qilib bir javob bergan bir jumla bilan biz shoirlar, biz she'r yozamiz, uning nazariyasini yozish bu edebiyotchilarning ishi degandi. Yadingizda bormikan, shunday javob bergandingiz. Adabiy obzorchilarning ishi edi. Adabiy obzorchilarning ishi degandingiz. Hozir shu javobda aniq turamsiz. Albatta, hamda nima deymiz, kasbiy jihatdan aytgan vaqtida to'g'ri bu. Kasbiy jihatdan aytganda to'g'ri, men xato demayman, lekin shu vaqtda hozir so'ramoqchi bo'lgan savolimni shu vaqtning o'zi so'ramoqchi edim, lekin men savolni so'rab olibman, mikrofonni bir tutganman, qayta mikrofon talab qilib savol so'rash uchun hamda sizni avvalgi bir xil kirishib olgandek bo'lmasa unda bu savolni so'rayolmagandim. Lekin 2018dan boshlab hozir 5 yildan so'ng men shu savolni ham ichimda tutib turyapman-da hamda sizning shu javobingizga nisbatan. Masalan, 20-nji asr g'arb edebiyoti qaraydigan bo'lsak, modernizm edebiyoti qaraydigan bo'lsak, men faqat 2 misol beraman. 20-nji asr nima edebiyoti? Modernizm. G'arb edibiyotiga masalan nima qilsak, G'arb edebiyoti. Asosan g'arb edibiyotidan chiqdi-ya. 20-nji asrda masalan Arab, Paris yoki Hind nimalarda chiqqan yo'q, Yaponiyada, lekin asos eqimlar endi g'arb dunyosidan chiqdi. Masalan, 20-nji asrning boshlarida maydonga kelgan masalan futurizm bor. Buni Uyg'urlar kelajikizm deb tarjima qilib baktı. Endi uni u atalg'ini endi tartibsak bo'ldi. Futurizmning masalan asoschisi italiyalik shoir va dramaturg va adabiy tanqidchi Marnitti. Bu 1909-yili futurizmning barliq xilchilar kitobnomasini e'lon qildi. 1910-yili futurizm edebiyot kitobnomasini qayta kengaytirib e'lon qildi. Va buning nazariy asosida adabiy ijodiyat prinsiplarini bu sharhlab berdi. Bu futurizmningki asosini yaratuvchi. İkinci bir nokta 20. asrninki, yani 20. yıllarda başlayan Fransiyar meydan kelib, keyin Avrupa, Amerika ve Latin Amerikalarda keng yayılgan halkım realizm var. Bu halkım realizmninki asoschi shoir va yozuvchi
Andrei Breton. Bunu siz çok bilirsiniz. Bu 1924-10 ayda Halkım Realizm Teşkilatı'nı kurup 11. ayda gelgende Halkım Realizm kitapnamasını yazgan. Onu deyken hatta bu kitapnamını 3 katım kengaytip 4. katımgacha mush Halkım Realizmniki kitapnamasını e'lon qilgan. Jami Halkım Realizm haqida men 4 katım kitapnama uzluksiz kengaytip, beyitip, mukammallaştırıp, kemiyalarını toluqlab mangan. Ve bu jihatda 18 parcha maqola yazgan. Nima demoqchi o'g'lim? Garib edebiyotida yangilik yaratgan yoki ma'lum bir ekim yaratgan şair yoki yozuvchi yoki san'atkor shuniki nazariyasini birga yaratib boradi. Yaratib bergan ahvol bor. Lekin bizning Uyg'ur edebiyotimizda hamda bir bütün Uyg'ur edebiyotga qarasak, sizdek shaxsdek oz ko'ra, men nisbatan aytganda, chunki bir bütün millatniki edebiyot tarixiga qarasak, bir shaxs bilan bu edebiyotniki idea tarixida, ifodalash tarixida yangilik yaratilgan avval bizning edebiyotimizda shaxsan men bilib yo'q. Şuna halkı sizin edebiyatınızdan fevkalade bir muhim şahıs deb qarayman. Yani bu şundaq bir Uyghur yangi edebiyatıda bu şundaq bir yangilikqa başlamçılık qilgan, asas salgan bir şair bolup sifatınız bilan özünüz asas salgan, özünüz başçılık qilgan bu şiiriyetga nisbatan nazariy jihat to'liqlama bermaganligingiz, tushuncha bermaganligingiz, ijodiyat xohishi, ijodiyat metodi, ijodiyat usuli, ijodiyat prinsiplarini belgilab bermaganligingiz balki sizning bir xil asan kechib olganlik bo'lamdi yoki mas'uliyatdan qochganlik bo'lamdi qanday mushuni so'rg'im bordi. Tushundim. Cevap verememmi? Tushundim. Sualınız tugudimi? Sal uzun bo'lib ketdi, lekin bo'lmasa To'g'ri, u deganimiz to'g'ri. Nima g'arb adabiyoti bo'lamdi, dunyo adabiyotida nurg'un siz eslatgan va eslatmagan nurg'un ulgular bor. U demoqchi o'g'lim hamda nurg'un yangilik yaratgan shoirlar o'zlarininki she'rlariga qo'shib adabiy obzorchilik bilan shug'ullangan. Yeni bir tarafdan dunyoda nurg'un yangilik yaratgan shoirlar bor. Ular she'rni yoziblar. Yazgan şiirlerinki yandaş halda bu edebi obzorçılıkta yatadigan bir egizim gap qilgan. Mesela alaylık Fransiya şair Sancho Pers. Sancho Pers Nobel mükafatıga erişken 60'ncı yıllarda büyük şairlarning biri. Dünyaviy şair hamdi. Hatta şahsen manamı tesir gösterken şairlarning biri. Ameliyatda Sancho Pers'ning şiirlerinden başka bu şiiriyet doğrusida, şiiriyet nazariysi doğrusida bir baş maqolasi yok. Muştaq şekilde, muştaq halatlar mı var? Hem de mesela Arthur Rimbaud desek, kelsek, o mu Fransız şairi bilirsiniz. O mu hatta şu sürrealizm, siz deganmish halkıma realizm şiiriyetininki boğusu hesaplanıdı. Mesela Andrei Breton mu mesela halkım realizm, sürrealizmni en ahırda şu Rimbaud apırıp takaydı hem de bağlaydı. Mesela şu Rimbaud mu yazgan şiirlerine yandaş böyle parça makal yazgan emas. Lekin Rimbaud'ninki şiiriyet doğrusu göz qarashlarını nerede uçurtamiz degan vaqtida faqat Rimbaud'ninki özlerinin dostluğu yazgan salam xatlardan. Yani şu salam xatlarda yazgan xatlarda, mektuplarda Rimbaud şiir doğrusida özünün qarashlarını eskartib o'tgan. Qarashlarını. Mundaq şekillermi var? Üçüncüden hem de siz eskartgan, hazır siz eskartgan şairlarsınız. Mesela Andrei Breton'dan bu nurg'un şairlar, dünya şairleri yenilik yaratgan ve şundaqla şiirleriga yandaş özlerininki nazariyesini şu edebi tanqidchilik, edebi obzorchilik şekilde kitaplarını yazıp nazariyani, yani şiiriyetinin yoki her ikkitaninki nazariyeviy asosini o'tirib qo'ygan. Shu xil shakl. Shunga hamda butunlay har bir shoir, yangilik yaratgan shoir
özünün hareketininki yoki o'zi o'ttirib qo'ygan hareketning o'zi boshlanib chiqqan hareketninki nazariyaviy asosini o'ttirib qo'yib menishi zarur emas. Lekin qo'yib bersa yaxshi lekin. Albatta yaxshi. Albatta o chunki agar shundoq bo'lsa, bu akademiklarning tili bo'yicha aytgan vaqtida bu birinchi qo'l material bo'ldi-da. Chunki masalan agar men Uyg'ur yangi she'riyati yoki ungu she'riyatida men ashundaq asarlarni deymiz, adabiy tanqidlarni agar asosan kitoblarni yozib, nazariyaviy asosini qo'yib, ashundaq bir asarlarni barliq keltirgan bo'lsam, bu degan birinchi qo'l material hisoblanadi shu bunga she'riyat to'g'risida. Lekin endi men faqat nima bilan cheklangan? Ya'ni ayni vaqtida Abdushukur biladi, birga o'tgan paranglashgan vaqtlarda men o'zimning qarashlarini deb o'tdim ham har qanday masalalarda. Ham bizning sirdoshlarmi, do'stlarmi ashunday qiladi. Botir olamdi, Abduqodir olamdi, hammamiz. Lekin asosan deymiz, nazariy asosini turg'izishga sistematik shaklda, akademik, ilmiy shaklda bunday o'ttirib chiqmagan. Lekin maqolalarni yozdik. Men yozdim, Abduqodir yozdi, Botir yozdi, yangi she'riyat to'g'risida, bunga she'riyat to'g'risida. Lekin ular faqat maqolalar shaklda. Lekin yenalam men ta'kidlayman o'zimning qarashini o'tganda sizga degandek, bu faqatlam shu adabiy tanqidchilarning, o'quvchilarningki qiladigan ishi, vazifasi shu. Lekin endi bizda bo'ldi. Masalan, Uyg'ur yangi she'riyati, gunga she'riyat haqida maqolalar yozildi, kitoblar yozildi. Az olsun. Andan keyin Uyg'ur edebiyat tarixini yozganlarmi, masalan, bir bab qilib yoki bo'lmasa bir ayrim bir paragraf qilib yozib o'tdi endi. Shuningdimi endi buning nazariy asosini ta'kidlab, ta'riflab o'tdi. Lekin albatta uni endi bizningki she'riyat yozgan she'rlarimizga va bizningki o'ttirib qo'ygan qarashlarimizga, maqolalar bo'lamdi yoki suhbatlar bo'lamdi, shunga tayanadi. Shu. Men ikki gap qilaymi shunga? Nima bo'ldi? Bayan Mahmudjon siz deb o'tgan bir turkum izmlarni yaratgan shoirlarning bir tarafini qarasa, ular amaliyotda adabiy tadqiqotchilar. Yana birisiga ular maxsus bir harakat tashkillash uchun jamiyat shaklida tashkillanib bir harakatning beshini nazariy asoslar bilan ta'minlab manganlar. Ammo Ahmadjon o'xshamaydi. Ahmadjonning o'ttirib chiqib yangi Uyg'ur she'riyatining boshlanish qilishi bu bir istiqillik bu. Chunki Ahmadjon Osman ayni chog'da she'rlarini Tangirtog' yo'lini bergan vaqtida Uyg'ur she'riyatida men bir yangi harakat qo'zg'ayman deb bergan emas. Ammo shu she'rlarning e'lon qilinishi bilan tuyuqsiz yangi bir harakat boshlanib qoldi. Shunga Ahmadjonda anda bir ideviy, nazariy tayyorlig'im yo'q degan gap bu. Shunga a'lo bilan farqli bir harakat bu tuyuqsiz paydo bo'lgan Uyg'ur adabiyotida. Ahmadjon o'zimi nazariy jihatdan men shuna bir she'r harakat qo'zg'ayman yoki bo'lmasa buni nazariy asosini turg'izib Uyg'ur she'rini yangilayman degan maqsadda o'tirib chiqqan emas. A'lo bilan farqli yeri shu. A'loda shu maqsad, mudda, harakat nishoni bor. Uning nazariy asosi bor. Shunga Ahmadjon o'zining she'rini tashladi, bir she'r harakat bo'ldi. Buning bayon o'zida o'tgandek o'zining she'r ko'z qarashlarini so'rlarda yig'ilish o'tirib qo'ydi, ammo o'zining she'r ko'z qarashlarini mukammal shaklda nazariga aylantirish yoki uni bir harakat shakliga aylantirib bayon qilib berishni o'ylamadi o'zi. Shunga bu biroz farqli shaklda. Bo'ldi, rahmat. Lekin uzundan bir so'rag'im bor, bir savolda. Endi biz bilamiz Xitoylarni o'ziga bog'lashga, o'zining qilinishga bek amroq. Hatto bizning shu yangicha she'riyat harakati boshlanib ma'lum bir mezgil o'tgan ekan, bu ba'zi Xitoy tadqiqotchilar, masalan, Juto degan bizning vatanda yashayotgan Xitoy tadqiqotchilar yozishga boshlagan. Bu Uyg'ur yangi she'riyati, Uyg'ur gungi she'riyati, Xitoy gungi she'riyatidan ilhom olgan u bu deb.
Lekin Uyghur edebiyatı tarixten beri qattiq Xitoy edebiyatının ta'siriga uchramay, o'zininki ichki aylanması, ichki jug'lanması, ichki energiyasiga aylanib mangan. Faqat sirtda Arab Paris bo'libmi, Paris edebiyatiga keyingi yüzyılda Rus edebiyatiga bakrak ta'siriga uchragan bir edebiyat deb o'ylayman bu jihatda. Endi meniki sormoqchi bo'lgan savolim bizniki yangicha Uyg'ur yangicha she'riyat harakati endi ba'zi shoirlar, ba'zi tadqiqotchilar Uyg'ur yangi she'riyat harakatida ba'zi modernizm edebiyotiniki omillari, elementlari bor deb qaraydi. Ahmadcha Osman akasi so'rab qolsam bizning yangi Uyg'ur she'riyatida modernizm edebiyotiniki omillari, elementlari yoki ifoda shakllari bormi? Yoki modernizm edebiyotining Uyg'ur yangi she'riyat bo'lgan salbiy yoki ijobiy taraflari bormi ta'sir ko'rsatgan? Endi men bu sualınıza cevap veriş için özümün tecrübesiyle tayinip cevap vereyim. Hem özümdeki modernizmga bo'lgan tushunchasiga asosan, hem albatta modernizm bilan Uyg'ur gungi she'riyatining munosabati bor. İkisininki. Çünkü modernizm bu bir yenilash yoki bo'lmasa yenilik harakat, yenilash harakati. Edebiyatni yenilash harakati. Yoki bo'lmasa qarashni, ideyani, estetik ideyani, estetik qarashni yenilash harakati. Muşu noktadan lebet qavaqtida Uyg'ur she'riyati bilan, Uyg'ur yangi she'riyati bilan munosabatli bor modernizm. Endi yo'q taraflarimi bor. Aba eskartib o'tdim men. Masalan, modernizmninki muhim noktalarning biri modernizm o'tmishi bilan an'ana bilan butunlay munosabatni uzgan bo'ldi. Amaliyotda Uyg'ur gungi she'riyati, Uyg'ur yangi she'riyati an'ana bilan butunlay munosabatni uzgan emas. Yenilik harakati bo'lsin, yangi she'riyat bo'lsinmi, an'anaviy she'riyat bilan butunlay ayrilib, munosabatni uzib, taloq qilishib chiqib ketmagan. Shunga hamda modernizmninki o'xshaydigan, o'xshamaydigan yerlarim bor. Shunga Uyg'ur yangi she'riyatini modernizm she'riyati deb mushundaq qalpoq bilan atashning o'zimi mening nazarimda to'g'ri emas. Shundaqla Uyg'ur gungi she'riyati modernizm bilan hech qanday munosabati yo'q, modernizm emas degan qarashmi to'g'ri emas. Ikki tarafga yaqin deymiz. Radikallik şekilde deyilgen söz olur, qarash olur. Modernizm yeni bir taraftan yani şekilne yanılaş. Mesela Roland Barthes'nin modernizm hakkında degan sözleriga asoslangan vaqtida mesela Roland Barthes bir büyük edebi tanqidchi, obzorchi Fransiyaniki. Hem Roland Barthes'ninki modernizm şekilde qarasaqmı nima desa, Roland Barthes modernizmni asli u o'tmishning bir yeni shakli deb qaraydi. O'tmishning yeni shakli. Shunga hamda modernizmchilar yoki bo'lmasa modernizmga aniqlama bergan vaqtida modernizm an'ana bilan butunlay munosabatni uzgan bo'ladi deb qaraganmish. Qarashning o'zida bu chataqva degan gapda, yani to'g'ri emas butunlay. Chunki mumkin emas. Yani an'ana bilan butunlay munosabatni uzish yoki taloq qilib ketish mumkin emas. Lekin Roland Barthes'ning qarshida aytgan vaqtida bu mumkin. Bunun ehtimalligi cho'ng bo'ladi. Masalan, yenilik yoki modernizm ko'nining yoki bo'lmasa o'tmishning yeni bir shakli. Bunda bo'lganda yenilik, modernizm oxirida yenilan an'ana bilan, o'tmish bilan quyuq munosabatda bo'lgan bo'ldi, lekin uning yeni bir shakli. Endi Roland Barthes'ning bu qarashidami hozir bu shu modernizm va an'ana, yenilik va an'ana, modernizm va Uyg'ur gungi she'riyati to'g'risida munosabat to'g'risida so'zlagan vaqtidami, ya'ni muhim Uyg'ur gungi she'riyatimi o'ttirib qo'ygan muhim masalalarning birini eskartib o'tishga to'g'ri keladi. U bo'lsa-mu, masalan, ma'no dedik-ku. Masalan, ma'no bilan
bo'lgan munosabati Uyg'ur unga şeriyetining. Bu endi shu ma'noni ondan keyin biz dedik ma'noni bo'lgan qarash, ya'ni masalan so'pslar İslamiyetimizde Allah'a bo'lgan qarashni, tunishni yengilgan bo'lsa, o'zgartgan bo'lsa, demak ularmo yenilam İslamiyetning o'tmishini yoki İslamiyetning an'anasini yeni bir shaklga kirgan bo'ldi. Shuning bilan Allah degan bu ma'nini yengilgan, ya'ni Allah bo'lgan tunishni yenglashning o'zi mush ma'nini yengilgan. Shundoq ekan, Uyg'ur bunga she'riyatiningki modernizm bilan bo'lgan munosabati faqat yengilash bilan cheklanadi. Ya'ni modernizmni yengilash degan mush uqum bilan tushuniladigan bo'lganligi uchun mush ma'nini ilib aytganda Uyg'ur bunga she'riyatimi modernist she'riyat. Lekin an'ana bilan bo'lgan munosabatiga kelgan vaqtimizda, ma'ni bilan bo'lgan munosabatiga kelgan vaqtimizda u yana bir tarafdan modernizmning an'ana bilan, o'tmish bilan munosabatni, aloqani uzish deydigan ma'nu nazariyasiga bo'ysunmaydigan, qo'shilmaydigan bir xil harakat. Shunda bo'lganda bu nuqtani aytganda bu modernist harakat emas. Menimcha shunchalik so'zlashga bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Modernizm edebiyatı bilan bo'lgan munosabat. Endi bu gapimiz bu g'arb edebiyoti, modernizm edebiyoti taraf ketib qoldi. Endi bizningki vatanda endi yashagan va ijod etilib qolgan bir turkum endi yozuvchi shoirlarimiz bor. Endi bugun dunyoninki ilm-fan, texnika, ma'rif, edebiyot, san'at o'lchami endi asosan shu g'arb dunyosi bo'lib qoldi. Butun dunyoda umumiylik deb o'ylayman. Siz shu bir dünya edebiyatını tushunadigan, dunyoviy edebiyotning saviyasida turib eser yoza oladigan va g'arb va dunyo edebiyotininki butun aqimlarini yaxshi biladigan bir shoir bo'lish sifatingiz bilan o'zingizdan boshqa o'sha vatandagi yozuvchi shoirlar ichida, bo'libmi shoirlar ichida dunyo edebiyot saviyasida turib eser yoza oladi yoki buning saviyasi dunyo edebiyotiga yaqinlashadi deb qaragan shoirlarimiz bormi? Elbette bak. Elbette bak. %100 bak. Eğer bo'lsa shularning ismini bir sanab bersangiz. Mesela hazır sanaşık toğra kelse vatan sırtından başlap sanay mesela. Lekin nayet çeklik aldı sanay. Ken aldık bu musun? Mesela hazır Fransa'da yaşayatkan Merdan Ehat Eli var. Merdan Ehat Eli muşundaq şairlarının biri. Vatan işçi de. Ha? Vatan işçi de. Vatan işçi de. Şuna birini berip vatan işçi dedim. Vatan işçi de. Muhammed Pasan. Muhammed Osman. Değil mi ismi? Muhammed Osman Pasan. Osmancan Muhammed Pasan ki. Ama ben Pasan da bilime. Osmancan Muhammed Pasan. Pasan vatandaşı da muşnak şairlarının biri. Onun dinkin Erkin Nur. Mesela muşnak şairlarının biri. Rahmetli Batur Rozi muşnak şairlarının biriydi. Hem de bizninki bulup meninki hem de muşnak şairlarının biri idi diye vaktimde ya mesela muşnak dünyavi şairlar katarında sanıqlı bulup diye vaktimde elbette meninki dünyavi
dünya şeriyeti, dünyavilik bo'lgan tushunchimga asosan bo'ladi endi. Aha. Endi bu yine en ahırga vaganda nimaga asoslanadi? Yani bu yerdeki ölçem nima degan vaqtda men o'zimda kerak tushuntirib o'tmoqchiman, chunki ismlarni mundaqlam xohlagancha eskartib qolgan bo'lmaydi deb tushundim. Mening o'lchimim nima degan vaqtda yenilam oxirida bu shu shoirninki ma'niga bo'lgan munosabati, ma'ni bilan bo'lgan munosabatiga asoslangan bo'ldi. Shu shoirning ma'ni bilan bo'lgan munosabati, shu shoirninki dunyoviyligi, shu shoirninki dunyoviy saviyada ekanligini isbotlab berdi deb qarayman men shaxsan. Shunda bo'lganda men yuqorida eskartib o'tgan shoirlarning she'rlaridan, ularninki yozganlaridan, ularning ma'niga bo'lgan munosabatida mushundaq taraflarni bayqay olgan, ko'ra olgan bo'laman. Mushunchalik eskartib turay ismlarni. Lekin endi bu yerdagi muhim masala dunyoviy she'riyatga yoki dunyoviylik degan mushu martaba bilan qaraladigan odamlarning, shoirlarninki o'lchimi nima bo'ladi degan narsaga javob berayotgan bo'laman. Muhimi shu deb o'ylayman. Abdushukur aka, endi bu vatandagi qalamkashlar, vatandagi edebiyot dedik. Endi bizning edebiyotimizdan chunki mutlaq ko'p qismi hatto asos ochadi, lekin muajiratda az bo'lmagan uyg'urlar yashayotdi. Sizlar shu fursatda shu chet eldagi uyg'ur she'riyati va ularning mavjudligi va yangi she'riyat ijodiyat olib berayotganlar mandaqcha aytganda shu muajiratga uyg'urcha she'riyatning bir avvalroq ozroq to'xtalib beramiz. Bo'ladi. Endi men burunmi bir degan adabiy ijodiyat bu bir mukofot emas, balki bedel to'lash jarayoni. Bedel to'lashga rozi bo'lgan, bedel to'lashga o'zining vaqtini, aqlini bedel qilib to'lay oladigan insonlar adabiyot bilan, she'riyat, romanchilik bilan shug'ullanadi. Mayli vatanda bo'lsin, mayli chet elda bo'lsin, boshqalar o'yin o'ynayotgan, pul tepayotgan, tijorat qilayotgan va boshqa shug'ullanayotgan vaqtida kompyuterning oldida jo'zli mukchib o'tirib ijodiyat bilan shug'ullangan. Bularning hammasi bir bedel. Uning ustiga chet elda adabiyot bilan shug'ullanganchilar uchun aytgan vaqtida ikkinchi bir cho'ng bedeli bor. Ya'ni o'zi yozib, o'zi nashr qilib, kitobni o'zi taqdirdan gap. Chunki bizning kitob setish yoki bo'lmasa kitob chiqarish, ya'ni mana shu vaqtda o'qirmanlarimizning soni ozmayadi. Shunga adabiyot bilan shug'ullanish amniyat tigini aytgan bedel endi. Shu bedelni qanday qilib to'laymiz degan vaqtida adabiyot nisbatan yana bir ishtiyoq bo'lishi kerak. Hamma millatda bir adabiyotga ishtiyoq bog'lagan, bedel to'laydigan odam bo'lgan vaqtida andagi shu millatning adabiyoti saqlanib qolalaydi, rivojlanadi. Albatta hozir vatan ichida qaragan vaqtida bir turkum yosh shoirlarimiz bor. Ammo bu shoirlarning yozayotgan tili allaqachon Uyg'ur tilidan Xitoy tiliga o'tib ketdi. Geçen chet elda biz kelgusida bizning keyingi avlodlarimiz boshqa tillardami asar yozishi mumkin. Unda o vaqtida mayli vatandagi shoirlar bo'lsin, mayli chet eldagi shoirlar, yozuvchilar bo'lsin, buni Uyg'ur adabiyotidan tarkibiga kirdirishga bo'lmaydi. Bu bir javob berish tegishli bo'lgan savol. Milliy adabiyotdagi vaqtida mencha til, ya'ni adabiyot bir til san'ati. Til san'ati bo'lgandan keyin tildan ayrilgan adabiyotni milliy adabiyot deb tunish qanday bo'ladi? Buningga hali bir javob yo'q. Bu bir savol holatidagi bir masala. Shu bu kelgusida masalan chet eldagi yozuv shoirlar orasida yana bir nima bor? Dilg'ulluq. Nim dilg'ulluq degan vaqtida ona tilda davomli ijodiyatdan shug'ullanish kerakmi? Yoki bo'lmasa o'zlari turayotgan davlatning yoki xalqaro bir tilda ijodiyatdan shug'ullanish kerakmi?
Bumu nurg'un shoirlarimizni, nurg'un yozuvchilarimizni devil qilayotgan, ya u yo'lga mang'amay, ya bu yo'lga mang'amay, o'tirdi qilib oxiri ijodiyat tashlab qolgan yana bir cho'ng sabablardan birisi. Shu bu masalani hal qilish uchun chuqum ijodiyat sepida shug'ullanayotgan ijodiyatchilar bir yerga kelib, mushu masala haqida ma'lum bir munozara elib berish kerak, suhbat elib berish kerak, dialog elib berish kerak. Ham buning hal qilishning choralarini tepishimiz kerak. Bu hammamizga foydali. Bizgami shaxsan bizdan keyingi yosh shoir yozuvchilarimizga foydali. Ishonmanki, bizning yosh yozuvchilarimizning vazifasi bizdanmi og'ir. Ulardagi dilg'ullik, ya'ni dilemma bizdan og'ir bo'ladi ularda. Shunga bu oldimizda bizning hal qilish tegishli bo'lgan nihoyatda bir cho'ng masala. Bir taraf bo'lsa vatanda yozuv shoirlar bor, ularning asarlarini qanday qilish kerak, ular qanday shaklda yordam qilish kerak. Ikkinchisi biz chet elda qanday jadal qilishimiz kerak. Buni hammasini ishtimanki mushada suhbat qatnashgan, adabiyotni yaxshi ko'radigan bizning havaskorlarimiz, adabiyotshunaslarimiz hammasi birga kelib bu masala haqida bir konkret bir suhbat, dialog etpasak deb o'ylayman. Rahmat. Ahmet aka, sizdan bir savol kelibdi. Şiirde simoda imaglar ko'paygan sari yangi she'riyatda ügüt, ya'ni didaktik ozlab ketdi. Şiirde terbiyaning, ya'ni cho'qimki bir hikmat yoki tirnoq ichidagi bilishni deyishning o'rni qanchalik? Şiir sizce bir hikmat deyish kerakmi yoki hech nima demasin bo'ladigan bir til san'atimi debdi? Bu savolninki soruluş şeklidan hamdaligi so'rag'uchininki nima demoqchi bo'lganligini men mundaq tushunyapman. Shunga mundaq tushunyapman deganimni javob berish orqali deyman-ku. Şiir edebiyat janri, bir edebiyat janri şekilde başka janrlardan favqulodda farqli bir janr deb qarayman. Hatta bazı shoirlar yoki va shundaqla ba'zi adabiy obzorchilar she'rni edebiyotning bir janri emas deb qaraydi. Bularning bunda deyishlik sabab nima deganda, she'riyatninki tabiatiga, she'riyatning xarakteriga asosan deyilgan bo'ladi endi. Mening nazarimda she'r birinchidan ifodalash vositasi emas. Ya'ni ifodalash vositasi emas degan vaqtida, masalan, burunqidek bizning an'anaviy she'riyatimizda bo'lamdi, yoki bo'lmasa xalqaroning she'riyatiga qarasaqmi, bundaq shakllar bor. Masalan, she'riyatni bir xil ifodalash san'ati shaklida qarab, shundaq shaklda she'riyat ijodiyati bilan shug'ullanadi. Ya'ni she'riyat ifodalash shakli emas deyilganda, bu nima demoqchiman deganda, masalan, she'r bir mazmunni, bir temani abayman so'zlab o'tgandek ifodalaydigan bir adabiy janr emas. Shunda bo'lganda, ma'u savolninki bir qismiga javob bergan bo'lamiz. O bo'lsa-mu, masalan, she'r bilganini deydigan narsa emas. Ya'ni masalan, bunday aytgan vaqtida she'r shoirninki o'y tafakkurininki ifodasi emas. Ya'ni shoir she'r yozganda o'zining o'yini, tafakkurini ifodalab yozmaydi. Bundaq yozsa bu she'r bo'lmaydi. Bu boshqa adabiyotning boshqa janrlariga aylanib ketishi mumkin. Ikkinchidan, hamda she'rning cho'qim o'y bilan quyuq munosabati bor. O'y bilan deganda, tafakkur bilan.
Bu münasebet yeni bir taraftan şiirini bizning an'anaviy shakldagi qarashimizdan qutuldirib chiqadi. O bo'lsa masalan şiirini bir xillikqa his tuyg'uni ifodalash deb qaraydi bizning an'anaviy qarashda şiiriyatga. O his tuyg'umi emas. Ya'ni o'zining his tuyg'usini ifodalashma emas şiiriyat. Bu yerda o'y bilan munosabati bor degan yerim nima desa, şiir men burunmu yani 80'li yıllarda Uyghur Gungu şiiriyeti başlanıp, hareket başlanıp uzak ötmegen vakitlarda mening şiir hakkında bergen cevabımda şiir tuyg'u deb ataganman. Shunda bo'lganda tuyg'u degan sezim emas. Tuyg'u aql emas. Demek o yoki bilim emas, yoki o'y emas. Shu ikkisininki o'ttirsidagi yoki ikkilisi tam harakatga kelganda paydo bo'ladigan narsa tuyg'u. Masalan, sezim degan vaqtida masalan sezgi a'zolari bilan inson o'zining sezgi a'zolari orqali biladigan narsalarni sezim deymiz endi. Tuyadigan narsalarni, his qiladigan narsa. Lekin tuyg'u Uyg'ur tilidagi men tuyg'u degan so'zni tushuntiryapman. Ama tuyg'u nima degan vaqtida tuyg'u u faqatlam sezgi a'zolari bilan bilinadigan narsa emas. U uningki ya'ni bundaq hozirgi zamon tilimizda 6 sezgi a'zosi deb qo'yamiz-ku masalan. Tuyg'u 6 sezgi a'zosi. Ya'ni shu 5 sezgi a'zosininki o'rtaq funksiyasi orqali benim nazarimda da endi o'yining yoki tafakkurninki yoki bilishninki harakati bilan o'rtoqlashgan dinkinki paydo bo'lgan narsa tuyg'u degan. Shunga tuyish uchun hem sezish kerak, hem bilish kerak. Shunga o'y bilan bo'lgan munosabatda endi o'ymi şiirninki asosli omillarining biri. Şiirni şiir qiladigan asosli omillarning biri o'y. Lekin bu o'y bir ideya emas. Yani o'y degan vaqtida ideya bo'lmaydi. Ideya ko'z tutilmaydi. Chunki ideya ko'z tutilsa, o chaqda şiir ifodalash vositasi bo'lib qoladi. Yani bir ideyaninki, mesela mende bir ideya var, bir qarash var, bir tushuncha var, bir uqum var. Shuni endi ifodalagan bo'lmas şiir orqali. Undaq emas. O'y degan gap shu men shu şiirni yozayotgan vaqtida, şiirning yezilish jarayoni mening deyotgan shu o'y shu. Yani şiir yezilmasa, aşı ceryan bulmasa, şiirin yazı ceryan bulmasa, ma uyumu bulmaydı. Hem de bu nime qaraşlığı vaqtida, bundaq şivetqa vaqtida şiirini ifodalash vositasi emas edi-ku. Yani yeni bir tarafdan bunu qandaq ifodalaymiz, qandaq tushuntiramiz degan vaqtida, aniqlam beramiz degan vaqtida bu masalaga o'y tilsiz bo'lmaydi. Yani tilsiz o'y yo'q. To'xtab tura, mening bir o'y kelib qoldi kallamga, men o'shni senga ifodalab beray deymiz-ku. Bu quruq gap. Bu quruq gap, undaq gap yo'q. Sana shu o'y kallanga kelgan vaqtida, shu kallanga kelgan o'y shu tilla bilan lam keladi, tilla bilan paydo bo'ladi. Tilsiz o'y bo'lmaydi. To'g'ri. Shundaq ekan. Seninki ifodalayman deyotgan narsaning o'zi ash ifodaning o'zi shu. Ya'ni bir parcha she'r yezilayotgan vaqtida o'y shakllanib mangadi. U yezilmasa, yezilishdan burun o'y yo'q. Demak, she'r o'yining ifodasi emas, o'yining bir
buluş şekli. Yani oyunun bir şekli. Yani oyunun bir meydanda geliş, mevcut bulup duruş şekli olurdu şiir. Bir parça şiir. Hem de şiirga muşunda qarğa vaqtımızda aldı bilen tuyğunun nimeligi, oy tefekkürünün nimeligi, hissiyatının Ahmet Çaka, avazınızı itip koydunuz. Avaz etip kaldı. Heh. Xili bulun itilip kaldı mı? Az itilip kaldı mı? Yok, hazır etip kaldı. Hem de eğer şiir oy bolsa, oy tilsiz bulmasa, bu çağda her bir parça şiir şu oyunun özü şu degen gep. Şiir bulmasa şu oyumu bulmaydı degen gep. Muşuna qarğa vaqtımızda demek o her qandaq bir ideyanın, düşüncenin, fikirinin, bizning Uyg'ur tilida fikir deb qo'yamiz. Fikirinin, hatta his tuyg'uning, hayajonning ifodasi emas. Bu faqat nim deymiz bunu? Özünün ifadesi demdik. Şiir özünü ifadeleydi. Eğer ifadeleydi desek, şiir özünü ifadeleydi. Hem şiir özünü ifadeleydi desek, abstrakt, ma'nisiz gap bo'lib qoladi. Shunda bo'lganda, mening demoqchi bo'lganim bu yerda şiir demek oy demek. Oy demek şiir demek. Şiir bilen oyunun münasebeti en ahırga varganda til münasebeti. Şuna tilsiz oy bulmaganlığı için, oysuz mu til bulmaydı. İkisi bir narsa. Bunu xuddi ten bilen ruhni ayırgılı bulmaydigandekdan bir narsa. Fakat biz düşünce beriş, aniqlash, tadqiq qilish uchun ruh bilan tenni ayırıp turamiz, jon bilan tenni ayırıp qaraymiz. Amaliyotda bu ikisi bir-biridan ayrıldigan narsa emas. Organik birlik. Şunun o'xshash şiirmi oy bilan ayrıgılı, bir-biridan ayrıgılı bo'lmaydigan birlik. Bunun roli, asaslık meselesi bunun da til. Şuna şiir demek, til demek. Hem de bunu düşünüş için yeni bir monça nazariy meselelerini şiirning jangallarga kirib ketishga to'g'ri keladi. Şuna uşunchilik so'zlaymiz. Nasa ben o son zamanlar kısa so'rashtirishim. Siz bayatın şiirini men tuygu deb degandingiz. Tuygu deb aldım dediniz. Ba'zilar endi bu g'arbda ba'zi edebiyot tadqiqotchilari şiir san'at demekdir deb oladi. Hatta ular şiir san'atga xizmat qilsa bo'ldi, o'zining san'at rolini yarasa bo'ldi. U hech qanday bir ideyaga varislik qilmas kerak, hech qanday bir bo'libmi siyosiy xizmat qilmas kerak deb qaraydi. Lekin ba'zi shoirlar va keng ijodiyatlarda o'zining she'rlarini o'ziniki millatniki siyosiy taqdiri bilan bog'lab siyosiy lirik yozgan, siyosiy she'r yozgan shoirlar bor. Mesela Nezar Qabbani, Mahmud Derviş'te. Şuna şiir amal var. San'at altı kapkası yaxşı mı? Ya ki bazı da özünki şu milletninki siyasi takdiriga yoğurulgan, bağlangan halda bazı siyaset hizmet kesimi bolamdı ancha muncha şiir. Mening bir shoir sifatida gap qilsam men she'r her qandaq bir ideyanın, her qandaq bir qarashning, her qandaq bir tushunchaning ifodalaguvchi bo'lmasa kerak. Shunda bo'lganda hamda haqiqiy she'r
Mening nazarimdagi she'r hergiz bir nimani ifodalamaydi. Mushu asosida desak, bu hatto bir millatninki siyasi engini, siyasi meselelerini ifadelaydi. Lekin bu deganlik yana she'r san'at bo'yicha san'at shaklida qolib qolsin deganlik emas. Chunki a so'zni men pek tushunib ketmayman. San'at. Chunki nima degan gap bu? She'r san'atdir degan. Chunki hozir men so'zlab o'tdim, deb o'tdim. Hatto ba'zi obzorchilar, ba'zi mutafakkirlar she'rni adabiyotning bir janri debmi qaramaydi. Undaq bo'lganda u balki san'at bo'lmasligi mumkin. Xuddi bir felsefaviy bir eser san'at bo'lmagandek mesela böyle. Şuna bu mu bir nima deymiz, bir mujmal bir hukm san'at olmaz. Lekin mayatigi mana aniq narsa nima desa, she'riyat bir siyosining jarchisi, ifodalaguvchisi bo'lmasligi kerak. Bo'lmasa u o'zining she'rligidan qoladi. Endi shaxsan menga kelsam, menmi bu ikisini ayırıp manaman. Ayırıp mangdım imkan kadar. Şiirlerimde, yazgan şiirlerimde hergiz siyasi ideyalarını, siyasi hayışlarını ifadelemedim. Lekin özümün şahsi hayatımda elbette ben siyasiye başlap kirib ketgan adam. Abduşkirka, bugün biz bu yangi she'riyat haqida paranglashdik. Lekin bizniki bu yangi she'riyatniki men bilib yangi she'riyatniki o'qirmanlar ayrim. Ming yilimiz davomlashayotgan klassik edebiyotimizning davom bo'lgan bu barmoq vazirlik she'rlarniki, ya'ni mundaqcha aytgan xalq tushunadigan ommabop she'rlarning masalan Ro'zayt, Muhammadjon Rashidin degandek bunday she'rlarniki o'qirmanlar ayrim hamda. Lekin bu yangi she'riyat o'qirmanlari bilan shu ommabop she'rlar deb turaylik, an'anaviy she'rlarniki o'qirmanlar o'rtasida bir bo'shliq var. Ya'ni ular yangi she'riyatni bir tushuniksiz, ularning mayli ifodalash jarayoni, mayli stilistikatsiya, mayli so'z qo'rashtirish, leksologiya she'rdiki. Bu tarafga qarab, bu tushuniksiz asar ekan deb tushunmaganlik asalida biz zirkadigan, o'qimaydigan, tashlab qo'ygan bir avval bor. Endi bu yerda bu an'anaviy she'rlar yangi she'riyat o'rtasida o'qirmanlarning o'rtasida bu hangni qanday to'ldiramiz? Bu shoirlar hamda bir shoir yozuvchilarningki nuqul bir vazifasi qandaydir vazifa emas, asar yozishdan boshqa hamda shaxsan men qo'yib bersa, kitobxonlarni bir yetaklab menish majburiyati bor deb o'ylayman. Chunki yaxshi bir yozuvchi, yaxshi bir shoir sifatli yozgan ahvolasida, ya'ni sifatli o'qirmanlarni yetaklab mang'alaydi va ko'pligan o'qirmanlarni chiqara oladi deb shuning ishonaman. Endi mushu bo'shliqni qanday to'ldirib bo'ladi? Bu haqda biz ko'z qarashingizni anglab baksam. Mening ko'z qarashim hamda buningga biroz boshqacha. Men o'ylayman, shoirlarning, kitobxonlarning yetaklash roli bor deb qaramayman. Chunki har qanday bir she'r yozgan vaqtida kitobxonlarning yaxshi ko'rishi yoki bo'lmasa kitobxonning suyib o'qishi uchun yozmaydi deb o'ylayman. Mayli Ro'zayt bo'lsin, mayli boshqa. Bu kitobxonlarning qanday she'rlarga kunish odatiga bog'liq. Yana birisi kitobxonlarning tarbiyalanish, o'zini o'zi tarbiyalash safhasi bilan munosabatli. Hamda men ba'zi narsalarni o'sha Yevropaga chiqqandan keyin tushundim. Bu she'r degan bu hukm g'arb dunyosida masalan unchalik kishilar qarshi o'qiydigan yoki bo'lmasa hamma odam qizg'in yaxshi ko'radigan bir tur emas ekan. Faqat shu sohadagi she'rni tushunadigan, shoirlikqa havas bog'lagan ham shoirlikqa nisbatan muhabbat bor kishilar she'r o'qiydi ekan, odatdagi ommalarda undaq bir havasimi yo'q ekan. Shunga bu yerda ommani, ya'ni kitobxonlarni tarbiyalash degan hukmning o'zimi mencha to'g'ri hukm emas deb o'ylayman. Shoir faqat ijodiyat bilan shug'ullanish kerak. Kitobxonlar o'zi erishmayish kerak. O'zining yaxshi ko'rishi, o'zining qaysi xil she'riyatni yaxshi ko'rish odati. Abduşkirka Ovozimiz yetib qoldi, Abduşkirka. Shunami? Ne? Hozir yetib qoldimi?
Ha. Şuna bir şair kitapxonlarni o'ylab, kitapxonlarni yaxshi ko'rishini o'ylab, men kitapxonlarni tarbiyalamaydigan bir ideologiya bilan she'r yozsam, mencha unda she'rlar yaxshi chiqmaydi. Shu bu narsalarni o'ylanmaslik kerak. Kitapxonlar o'zini o'qirman o'zini tarbiyalash kerak. Şair emas. Ama Abdüşkür'ün terbiyelaş degan sözü yandaş ben bir gapib qo'yam. Menimcha şair terbiyelenip bulanmagan adam o. Her qanday şekilde elbette qaldı. Meyli o ang cihetten, ideya cihetten, tefekkür cihetten, bolum cihetten. Nim buluşundan qat'i nazar tığı bütünley terbiyelenip boğan adam emas. Bundaq demekçi boğanım hem de. Yani muqim, turaqlıq, ahirki bir qimmat qarashga ega adam emas şair. Bundaq adamdan başqalarını terbiyeleydigan bir adam çıkmaydı. Yani andaq adam buluş şartı mı toşmaydı bu adam. Şuna şair başqalarını yetekleydi, terbiyeleydi diyen gapning o'zi asl to'g'ri gap emas. Şuna Abdüşkür'ninki deganlarga men qo'shilaman. Yani şiiriyet bilen nima deymiz biz didaktik edemdik odatda. Ha, didaktik. Didaktik. İkisining munosabatini to'g'ri bir taraf qilishimiz kerak. Ama vaqtni bir yer beribdi. Söhbetimiz nəhayət yaxşı davamlaşdı. Şu biz esli saatlar so'ranglasak qolmaymiz go, lekin yana bizdan bir ko'rmalarimiz bor. İnşallah keyingi vaqtlarda yana bir yaxshi suhbatlar bilan sizlar bilan diydorlashishimiz bo'ladi. Lekin şu suhbatni oxirlashtirishdan burun Ahmet aka sizdan bir savol so'rab olsam. Endi kishilik erkinlik nuqtasini aytgan chog'da, endi hech kimniki sizniki ijodiyatga sizni nimishga yozdan, qanday yozdan yoki nimishga yozmadan deydigan savol so'roqlaydigan hech qanday bir haqqi yo'q. Sizning xohlagan chog'da yozish, xohlagan chog'da yozmaslik haqqingiz bor. Buni hech qanday bir tashkilot shaxsniki sizning ijodiyatingizni majburlaydigan yoki yozdiradigan yoki yozdirmaydigan haqqi yo'q. Men buni bilaman. Buni bilgan birisi. Lekin bugun Xitoylar bizniki butkul milliy edebiyotimizni, yozuvchi shoirlarimizning hammasini turmaga qamgan, jazo lagerlari qamgan, milliy edebiyotimizni yo'qotish xavfiga duch kelgan, balki edebiyotimiz bir butun Uyg'ur millatiniki bir butun tarixidagi eng xavfli burilish duch kelgan bir vaqtning o'zida sizlar dunyoviy saviyada asar yoza oladigan va Uyg'ur edebiyotiniki har she'riyat sohasida Uyg'ur edebiyotining she'riyat sohasi dunyoviy saviyaga yaqinlashgan shu saviyada asar yoza oladigan bir qalamkash shoir bo'lish sifatingiz bilan ve bir Uygur milletninki oğlanı buluş süptünüz bilen endi muşundak intayin halkılık ve facialik bir vakitte esli her kandak vakitin köp yazılgan bir vakitte nima için icadetini to'xtatib qalamni tashlab yotdingiz? Shuni so'rag'im bor. Yani ait mühim so'allarning biri. Mening ijodiyatimga bo'lamdi, mening o'zimning shaxsiy hayotimga bo'lamdi. Zich munosabatli bir savol, muhim savol deb qarayman men. Buningmi ait astoydil mas'uliyatchanlik bilan javob berishimga to'g'ri keldi. Albatta men Uyg'ur tilini ishiltib she'r yozganligim uchun men Uyg'ur shoiri bo'laman. Agar men boshqa tilda she'r yozgan bo'lsam, abayim biraz burun Abdüşkür muş meselini mundaq eskartib o'tib ketdi. Agar men boshqa til bilan she'r yozgan bo'lsam, bu chog'da men Uyg'ur shoiri bo'lmayman. Chunki shoirni Uyg'ur shoiri yoki arab shoiri yoki fransuz shoiri yoki turk shoiri yoki alman shoiri, german shoiri deb ayiradigan narsaning birdan bir narsa emas, til. Shu til orqali bo'ldi. Shunga nurg'un shoirlar, yozuvchilar hozir o'zi boshqa irqdan bo'lsa-mu, yeni bir boshqa irqda va yoki yeni bir boshqa davlatlarda yashagan bo'lsa, shu davlatning tili bilan yozsa, shu davlatning shoiri yozuvchisi bo'ladi. Bu bir tarafı.
Meselenin. Endi men bundaq demekçi olduğum nima desem, men Uyg'ur tilidan başqa Arap tilida şiir yazdım. Nurg'un şiirlarni Arap tilida yazdım. Hatta şunu diyeleymenki, şunu diyeleymen. Yani muelleştireleymenki. Meninki asaslık şiirlerim, ülgülük şiirlerim, bana vekillik kıldıgan şiirler köpüncüsü Arap tilida yazıldı. Şunda bolganda men yani Arap şair bolup kalayım. Herkes Uygur şair bolmayım. Aş tili bilen yazgan. Men şunda qarayım. Bunun da belki olam yerim boldu lekin. Lekin reallik muşu. Hiç bulmasa mening nazarimdeki ve nurgun insanların nazarındaki reallik muşu. Mesela en addi misal mesela Salman Rushdie'ni alaylı. Salman Rushdie özü Hindistanlık. Ameliyatı o İngiliz yazarmeni dep atıldı hazır. Çünkü yazgını İngiliz tilde yazganlığı için. Emin Maluf dep Levan'ın bir yazgıçısı var. Roman yazılgan. Emin Maluf'unu alsak, Emin Maluf Fransızca yazıldı. Şu an onu Arap yazgıçısı demeydi, Fransız yazgıçısı deydi. Çünkü o Fransız tilde yazganlığı için. Hem de mening demekçi bolganım şair qaysi tilden yazsa, şu tilninki ismi bilen atıldı. Uygur tilde yazsa Uygur şair oldu. Başka tilde yazsa başka tilning şair oldu. Hem de mening bundaq demekçi bolganym nima degan vaqtida men burun mu Uygur tilinin bizning milliy kimligimizning bir halkılık merkezi mühim amillerinin birligini anqırıp kelgen adam. Çünkü bizni Uygur qıp turgan narsa bizning tilimiz. Eğer bizning tilimiz bolmagan bolsa, bizninki Uygur kimligimizningki töriki, asaslık törüklerinin biri ulgan boludu. Şuna Xitay hakimiyetimi, Xitay bir mustemlikçi hakimiyet süptüde bizning tilimizni yok qilish uchun stratejilik holda harakat qilib keldi. Burunqi meningki suhbatlarimda, masalan boshqa tillarda Arabcha bo'lamdi, inglizcha bo'lamdi. Men bu nuqtani ta'kidlab kelgan. Masalan, hatta Yaponiyadami men bilan o'tkazgan suhbatlarda bir shoir suhbatim bilan men bu masalani degan. Masalan, mening tilim yo'qolish oldida turgan bir til. Men shu yo'qolish oldida turgan bir tilning shoiri. Endi bu tilning yo'qolish oldida turgan bu tilning yo'qolishining oldini elish oldi bilan şairlarning vazifasi emas yoki yozuvchilarning vazifasi emas, hozir deyapman. Bu Uyg'ur inqilobchilarining Uyg'ur men siyosiy deb atag'im kelmaydi, o to'g'ri emas, atamayman. Lekin endi shu Uyg'ur millatining milliy mavjudligini saqlab qilish uchun harakat qilayotgan har qanday bir odamningki, Uyg'urningki vazifasi oldi bilan. Shunga Uyg'ur tilini saqlab qilish oldi bilan Uyg'ur kimligini, Uyg'urning kimligini saqlash bilan boshlanadi va shuning bilan oxirlashadi. Peki Uygur kimliğinin boyum amıldan bir til tutsa, Uygur kimliğini şekillendirirken en boyum amıllarına bir til tutsa, tilni kutkuzuş için kimlikni kutkuzuş gerek deysiz. Bu yerlikte biraz elişyamdı kandak, gepler birbirini putlandı kandak. Unda olsa men texim bekerek iniqraq tushundiray. Yani ben bir şey bayatım degen gibiniz bir nakılağım geldi. Mesela şairlarının ki tilini kutkuzgan vazifesi yok. O siyasi yollarına hazırlığı nispeten dediniz.
Lekin biz bundan burun tarix nazar salgan bolsak, mesela İranlıklarni Türkler besvaga vaqtimizda Firdevs Shahnamini yazdı ve Shahnamı şunda g'o'rlan chiqarilib shunda deydi. 30 yıl ecrimden şu boldu bina İran'ı kutkazdım Paris tılıda deydi. Yani özümden Paris tılıda eser yazıp men dövletimni, milletini kutkazdım deydi. Arabi Üniversitesi Paris'i şekerist, Türkiye Üniversitesi nima Arabi eserist Paris'i şekerist, Türkiye Üniversitesi hem adam Arapça Paris yazıp kitap vaqtda milli g'o'rlar şiir yazgan özümüzdeki ana tilini kutkazgan bir şairimiz var Elçin Navoiy. Türkçe nezimiz tartib ben elem eyledim ol memleketni bir kalem deydi. Yani ben Türk tilini nezam tartib butkul memleketni bir kalemim bilan fetih qildim, yig'dim, aldım deydi. Bu shundoq yuksak ana til g'ururiga ega shoirlar tarixda o'ziniki ijodiyati bilan, o'zining samaralik asarlari bilan ashundoq istilo asr qolgan tilni qutqizolaydi-yu. Bugungi shoirlarimiz nimishqa buni siyosiyga bog'lab yoki siyosiyga olib qo'ydi Ahmet Chaka? Yo'q. Bu yer mundaq bir o'xshamaslik bor. Alisher Navoiyni alayli. Alisher Navoiy o'zining asarlarini yozgan vaqtida Uyg'urlar deb turayli, hozir Uyg'urlarning bir siyosiy gavdisi bor, bir millat shaklida yashayotgan Uyg'urlar ayni vaqtida. Ya'ni bu yerda Uyg'ur tili tahdid ostida emas. Chunki Uyg'ur tilini qo'g'daydigan bir siyosiy gavda bor. Siyosiy gavda deganda davlat masalan. Padişahlık olamdı, nim bo'lishdan qat'iy nazar, bir davlat. Aşındaq bir gavda bor, siyosiy gavda. Şu siyosiy gavda Uyg'ur tilining barligini, mavjudligini qo'g'dab turadi. Endi Alisher Navoiyning mush tili bilan yozishi shundaq bir siyosiy gavdada turib yozishi va o'zining tilini qo'g'daganligi ma'nisi bu yerda tilning yo'qolishidan emas. Tilning yo'qolayotganligidan emas. Endi bizning hozirgi zamonimizda, hozirgi vaqtimizda bizning o'zimizning milliy tilini, ya'ni Uyg'ur tilini, milliy tilini saqlab turadigan bir siyosiy gavda yo'q. Chunki bu siyosiy gavda qanday shakl saqlab turdi desa, ma'arifdan iborat. Shundaq bu, ma'arifdan iborat, matbuot, ya'ni matbuot axborotchilikdan iborat, mushundaq bir muassasalar orqali saqlaydi tilni. Endi bundaq muassasalar bo'lmagan vaqtida til yo'qolish girdobiga keladi, yo'qolish tahdidiga uchraydi. Endi bu tahdidni saqlab qilishning birdan bir yo'li nima desa, shu til bilan asarlarni jihizish, kitoblarni jihizish emas. Asosligini deyapman, bu bak muhim, lekin asos bu emas. Shu tilni saqlab qoladigan muassasani borliq keltiradigan omilni vujudga chiqarish kerak, u bo'lsa siyosiy gavda. Ya'ni davlat qurish kerak. Sharqi Turkistonning milliy mustaqilligini qayta qo'lga olish, Sharqi Turkiston xalqining, Uyg'urlarningki milliy ma'arifini, milliy medeniyetini, axborotini, masalan, munosabatli muassasalarni rasmiy shaklda turg'izadigan bir kapolat ega bo'ladi. Anandan keyin Uyg'ur tili saqlanadi. Mushu shaklda Uyg'ur kimligi qutuldirilgan, saqlangan bu demakchi. Mening demakchi bo'lganim mal, ya'ni qaysi bekarak zarur degan. Hozir masalan siz eling masalan men 49dan boshlay, chunki bu bir davr var siyosiy. 49dan boshlab toki hozirga kelguncha 2017-yilgacha kelguncha deyli. Qanchalik she'rlar, asarlar, romanlar, dastonlar, falsafaviy asarlar, tefekkürge münasebetlik eserler, tarihi eserler Uygur tilde yazıldı. Yazıldı o. Lekin hazır aşularınki təqdirin nim bulmadı. Yok oluş girdabıdır o. Demek aşındak cık yazılgan, aşındak köp yazılgan, tilimizde yazılgan, aşu yazmalar,
Uyghur tilini qutuldirish emas. Uyghur tilining yo'qolish girdobiga kelgan holatida shu holat bilan birlashib qoladi. Shunga Uyghur tilini saqlash, qutqizib qilish bir milliy til sifatida u oxirida uning kapolati yana bizning milliy mustaqilligimizni asliga keltirishdan iborat. Uningdan boshqa narsa emas. Demoqchiman. Oldu. Hürmetli görürmenler, vaqtma bir beripdi. Aňa wal şu programny ahyrlaşdyrmagy men bizniki tanylgan şairimiz Ahmetçi Osman Efendi'ge ve Dünya Uygur Slavuşimizin reisi şairimiz Abdüşkür Muhammed akamızga köp rahmet etme bugün söhbet katmış belgelik onun için. Dünya Uygur Slavuşimizin tunç katımlık edebiyat söhbetleri programımızın birincisini müşahede bir vakit münasebeti ahırlaştı. İnşallah bununki devamını izcil kararlı kaldı devamlaştırışımız. İsmim Şakir Bosuma söhbetimiz ve vaktini bir yer veripti. Eğer başkasınınki bir ilave kıldıgan, koşulgan bir sözlerinle bolsa onu alaylı. Bulmasa müşahede söhbetimizni ahırlaştırsak. Neden yok? Mening birla sözüm var şu. Muşundaq söhbetlerini orunlaştırış, muşundaq söhbetlerini ep beriş, yenilam bizninki milli tilimizni, milli medeniyetimizni saqlab qilishning bir nima deymiz, choralaridan biri. Choralaridan biri. Şuna meningcha muşundaq söhbetler yana davomliq bo'pni muşundaq söhbetler orqali biz yanala özümüzningki edebiyat tariximiz özümüzningki milliy medeniyetimiz özümüzningki milliy mavjudligimiz haqida ko'p tushunchalarga ko'p ishonchlarga erishaylik. Şuna muşundaq söhbetlerning davomliq ilib berilishini ümid qilaman men shaxsan. Bizning bu tushunchalarning farqliligi belki fikrlarimizning xilma-xilligi yoki o'xshamasligiga belki bu bizning bir boyligimiz. Chunki bu bizni hech bo'lmasa fikr mustabidlikdan qutqizadi, tushuncha mustabidlikdan qutqizadi, qutqizadi, dogmalikdan qutqizadi. Takım bir talaş tartışıp toyungan, takım münazır rohü toyungan, takım bir edebiyatımızınki, şiiriyetimizinki ve özümüzünki şu kültürüne, edebiyatımızını barqıygan barlıq amillarınki takım bir oturga çıkışı, düşüncenin aydınlaşışı, tefekkürünün çoğunquruluşuğa bir vesile bola alsa, bizninki kütürgünümüz, ümidimiz çok bu programımızdan. Bu vakit münasebeti bilen hemse müşahede ahırlaştırdık. Hem onlara köp rahmet.